Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. As-salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Amma ba'd. Dünyanın her qaysi joylarida muhacirlikda, musafirlikda yaşayotgan aziz do'stlar, qarindoshlar, bugun suhbatimizni bizningki qimmatli qarindoshlarimiz, mehmonlarimiz bilan 5-10 minut kechiktirsakmi boshladik. Allohning rahmati bilan. Bu 4 qarindoshimiz 4 davlatdan qaytilganlik uchun vaqtimizni birga kelish biroz tez bo'ldi. Shundaqmi yana inshaalloh bu suhbatga vaqt chiqarib qaytilgan bo'ldi. Yuqorida o'ltirgan qarindoshlarimizdan Samet abla qarindoshimiz, ya'ni Abdu Samet abla qarindoshimiz efendim Norvegiyadan, yani Dünya Uyghur Qurultayınınki icraiye muavin reisi. Bundan başka Dünya Kalemkeşler, yani Halkara Kalemkeşler Cemiyeti Uyghur icraiye Uyghur Merkezi icraiye reisi Aziz İsa Elkün efendim. Ondan başka Şivisiye Uyghur Mağrib Uyuşması'nınki reisi Abdullah Kökyar efendim. Ondan başka bizden yakından biri belgilik, yani teşviqat sahasida o'tirg'i chiqib xizmat qilayotgan aktivist qarindoshimiz Abdurahmon Hasan qarindoshimiz bilan birlikda men qarindoshim Husayn Tegelli bu suhbatni ilib bormoqchi. Aslında bizningki necha 10 kundan beri maslahatlashayotgan suhbat temamiz Uyg'ur ma'rif, madaniyat ve bunundan keyingi qiladigan planlar ustida bu qarindoshlarimiz bilan, yani bu qarindoshlarning hammasi cemiyetdeki ma'lum organlarda o'zining xizmatini qilib kelayotgan erboblar, siyosiylar ve teşkilat başlıkları bo'lganligi uchun bu jihatda qarindoshlarimizning qalb so'zlarini alaylik deb o temini qilgan edik. Ammo bir qancha kundan beri Allohning rahmati bilan bir xo'shlik bor hammalarninki ichida bo'libmi bu merhum ustozimiz Muhammed Salih Qarajim vafot bo'lgandan keyin hammalar qattiq qayg'urgan edik. Ama onundan keyin Allah'ın rahmeti bilan bütün dünyada belgilik bir revişte, közgü görünürlük bir revişte Uyghur uyg'unish hareketi meydanga kelyapti. Yani siyasi teşkilatlar, şairlar, yazgıcılar, mutafekkirlar, liderler o'ttirib chiqanmagan veya ki ro'yobga chiqanmagan bu xizmat bir qancha kundan beri tuyuqsiz xalqarada chet davlatlarda Uyg'urlar umumiylik bir uyg'unish kayfiyati bo'lib 2-oyning 5-kundagi G'ulji vaqasi yoki qirg'inchilikqa namoyishiga munosabatlik har davlatda jiddiy bir aktivchilikni ko'rib, intayin qo'shilib biz temamizning asos suhbatimizning temasini bu temaga, ya'ni Uyg'ur muhojirlarininki uyg'unish omillari nimadan iborat va bu jarayon qanday ketyapti ve buningdan keyingi uyg'unishimiz qayerga boradi degan masalalar ustida biroz to'xtalaylik deb temini biroz almashtirgan bo'ldik. Shuning uchun bu qarindoshlarimiz bilan bugun Uyg'ur muhojirlarininki uyg'unish masalalari to'g'risida biz jiddiy bir şekilde suhbat ilib boramiz. Oldi bilan men qarindoshlarga so'zni bersam, Abdusamet efendimden başlasak, özlerini bir qisqacha tanıştırıp o'slar, hem qarindoshlarimizni qisqacha tanıştırıp bo'lgandan keyin biz hemen temini aşağı kirkezsek deb o'ylayman. Marhamat Abdusamet efendim. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qarindoshlar. Mening ismim boya bizniki Tejelli ustoz aytib o'tgandek, ismim Samet abla, Abdu Samet abla deb qo'ydi. Norvegiyada yashayman. Uzun yil shu Norvegiyadagi vazifalarda yurgan. Endi hozir bu qatdan yangi o'tkazilgan favqulodda qurultayda Dünya Uyghur Qurultayiniki icra komitetining muavin raisi bo'lib shu vazifani oldim. O'zim asli o'qituvchi, kasbxona o'qituvchi bo'lgan, muharibchi. Allah razı olsun. Hazırki hizmetleri yani
o'qituvchilik xizmatimi hozirgi Nurgiyat qilayotgan xizmat? Nurgiyadimi shu xizmatni qilman, maktabda ishlayman. Ondan sirtqa bir yaqinda xabaringlar bo'lganidek Nurgiyada ona tili sinfini, ona tili maktabi qilib qurdik. Hamda shu yurtdoshlarning, vatandoshlarningki iltimosi bilan shu maktabningki mas'ulligini üstümge aldım. O yüzden hizmet edin sırt yana. Allah razı olsun. Bek kısa bir tanıştırış oldu aslında. Biz sizni bilsek mi ama yakından beri vatandan köçep çıkan qarindoshlarimiz köpleri bilmeydi. Bulamı vatandaki hizmetini biraz yani bir mesela siz Qashqarda o'qiganliklarini biz bilamiz, Qashqardagi universitetda. Bunun biraz qaytib qo'ygan bo'lsa, tag'im yaxshi to'ni olaydi sizni. Buludu ben kıskalam deyimiz de ben üzür. Ben üzem Şeref Türkistan'ın aksını olup istem. Fidak istikbal. Aynı şartta şu mektebin kitleler diye kesbide okugan. Okuşunu tüketken Aksu'da okugan ana mektebim Aksu vilayetlik birinci orta mektebde okuşum işittim. Siz biraz canlıyrak gap qilgan bo'lsa, ovoz sal uzilib chiqyapti-da, bir ovoz sal bo'sh. Şu okuşunu tüketkendan keyin men şu Aksu shahriga qaytib kelib, Aksu vilayetlik birinci orta mektep o'zimniki ana mektebim. O'rta mektebda shu maktabda o'qigan. Shu yerda o'quvchi bo'lib sizdan o'z tilda o'rta mektebda. Anandan keyin 2000-yili men dastlab Qirg'izistonga O'rta Osiyoda Nuriyaga ko'chman bo'lib 2003-yili yerlashdim. Shundan tortib shu Nuriyada yashayapman. Nuriyaga kelgandik 1 yildan keyin Nuriya komissiyasida masha undashtirib birlikte. Bundan keyin qo'limizdan kelishicha shu Nuriya vatandaşlar bir yerga jam qilish, bir jamoat, bir kollektiv shakllantirish, bu shu yo'lda qo'limizdan kelgan xizmatlarni qilib keldik. Bu oraliqdan Nuriyadagi Nuriya Uyg'ur komitetida mas'ul xizmatni ishlaganimni sizdan 2009-yildan 2012-yilgacha vaqtda Uyg'ur guruhining muavin raisi. Ondan keyin oraliq bir mezgil men ondan bu jarayonlarda yani Nuriyadagi qilgan xizmatlar yana davom qildi. Bu qatim yana shu yangidan vazifa oldim. Ondan boshqa Nuriya Uyg'ur komitetida maslahatchi bu yana xizmatim bor. Allah razı olsun. İnşallah bara tanıyımız Allah kalsın. Hizmet bilen her insan bu dünyada tanılıdı. İnşallah kıyamet günü Allah'ın dergahida tanılıdı. Hoş. Bundaq Aziz İsa efendimni qisqacha tanib o'tib ketdilar. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar. Avval sizlarga salom yo'llayman. Bugun mana Tejerli ustozniki tirishchanligi bilan qancha qarorlar birga yashab xalqimiz bilan ko'rish fursati yaratib berdi. Bundan tirishchanlarga minnatdorchilik bildiraman. Meniki ismim sizlar bilgandek Aziz Isa qalam ismi uchun qalam ismi degan bo'ladi. Meniki hayotimni ko'pincha yarım saat bo'lsin bosh vaqtim asosida yozishlar o'tadi. Men shu ijodiyatdan ko'proq shug'ullanaman. Aslida xalqimizniki hozirgi real ahvoli, hozirgi hayoti xalqimizniki shu sohada ko'proq qalam tavirtaman. O'zim ham she'r yozaman. Men Sharqiy Turkistondagi vatanimiz Sharqiy Turkistonning hayot noyasida tug'ilgan. Undan keyin Şinjan atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki Çatartılık Fakültesi Rus'ta tespide Xitaycha bilan bildim. Şu yerda o'qib biz o'qish kirganimizda
Dolqun İsa qatorliq savolashlarimizni toza shu sazoyi qilib shekar yurib ketganmiz. Keyin nurg'un ishlarga shahid bo'ldik. Ularga keyin qaysan İslam instituti o'quvchilari u vaqa qarshi harakat keyin kelma vaqasi bo'ldi, keyin barib qoldir bo'ldi. Tazi vatanniki 80'lardan boshlab uyg'onib, tazi shu endi milliy uyg'onish haq talab da'vosi tazi yuqori palliga chiqqan vaqtlarda biz Urumchiga o'qishga ketganmiz. U vaqtlarda ajoyib bir davrlar o'qigan biz bu yillarda. Keyin sektor davomida bu sizdan chiqdi. O'qishga degandan keyin xizmat taqsim qilindim. Dastlab imtihon taqsim qilindim. Keyin taqsimlar taqsim qilindim. Keyin 6 oy ishlagan bo'ldim. 6 oydan keyin milliy belgichada menga qalpoqga Abdusamat yaxshi bildi. Aqsuda sazoyi qilib, oxiri muhojir bo'lib, sargardon bo'lib, chiqish majbur bo'ldi vatan tashlab. hozirgi ilayotgan vazifalar-chi? Hozir ilayotgan natijamda men hozir vazifa hozirgi unvonlari. Hozir unvonim men 3 universitet o'qidim. Jami Shinjongda o'qib chiqqanda Londonda 2 universitet, shu universitetda diplom tamomlandi. Meniki hozir rasmiy unvonim yo'q, ammo men shu tadqiqotchi London universitetida ishladim, bir proyektda qancha yil. Hozir shu kompyuter texnikasida qilaman, shu content management boshqaruv sohasida. O'rgangan kasbim shu Angliyada 10 yil yaqin o'qidim, kelgandan keyin shu sohasida ishlayman. Undan boshqa 2000da 13 yildan boshlab Qirg'iziston Yoshlar Uyg'ur markazida xizmat qilib kelyapmiz, xolisona albatta. O'tgan yildan boshlab ijro guruhi raisi bo'lib, Hamid Hambarak prezidentimiz bilan, raisimiz bilan birlikda xizmat qilib boramiz. Maşallah. Allah razı olsun. Yana tağımı söhbət jarayonida yana to'nib chiqamiz Alloh xolisa. Albatta. Men hemen so'zni Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Abdullah'a bersem, Abdullah o'zini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsa. Marhamat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Men Abdullah Ko'kyar Xotandan Qarqash nahiyasida tug'ildim. 17 yaşımda turmaga kirib, 19 yaşımda kepillikka berilgandan keyin Pokistonga o'qish uchun hijrat qilib chiqdim. Pokiston Islamoboddagi Xalqaro islom universitetininki tafsir ve hadis kasbi bo'yicha bakalavurlik o'qidim. Ondan keyin oxirgi bir yili təşviq İslam dinini təşviq qilish ve başqa dinlarni İslam dini bilan selishtirish kasbi bo'yicha oxirgi yilni shuningda butkul bir semestr qolgan vaqtda Shvetsiyaga muhojir bo'lib yashab keldim. Shvetsiyada tunji kelgan vaqtimizdan boshlab o'shada Uyg'ur xalqininki diniy yetakchiga, diniy bir jamiyatga ehtiyoji borligini his qilib, Uyg'urlarni bir yerga jam qilib, bir choyga o'xshash qo'shab kelib diniy dars boshladik. Shundan keyin bu harakat ma'rif harakatiga aylanib, 2006-yili 6-oyda Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasini qurdik. Men shu Uyg'ur ma'rif uyushmasini qurg'uchi 5 a'zolarniki biri. Hozir Uyg'ur ma'rif uyushmasida mas'ullik vazifasini 2-chi qatim o'tayapman. Uyg'ur ma'rif uyushmasi haqida ma'lum bo'lgandek, Shvetsiyada yashayotgan Uyg'urlarningki ona tilga bo'lgan diniy kimlikni saqlashga bo'lgan ehtiyojlarni qamdashlik xizmatlarni 12 yildan beri o'tayotdi. Bu 12 yil jarayonida siyosiy faoliyat olsun, diniy faoliyat olsun, ma'rif ishlari olsun, hammaga Uyg'ur ma'rif uyushmasi bo'lishimiz bilan nazorat qilib, hamkorlashib degandek o'sha xalqimizningki g'urbat diyorida ehtiyoji bor
sahalarda bilginimiz bo'yicha bilginimizni o'rgatib, bilmaganimizni o'rganib degandek faoliyat qilib ketyapmiz. Hozir qilayotgan ishim arab tilida vatanda bo'layotgan inson haqlari daksanchiliklarni o'yabiyaga yo'nallarga yezib yo'llash, xabar shaklida, maqola shaklida yezib yo'llash qatorliq yazıqçılık işleri bilen anca-muncha şug'ullanaman. Shu. Allah razı olsun. Abdurrahman Hasan qarindishimizni 2-3 qatimliq programmalarda tanıştırıvatımız. Şundaq bo'lsa-mu, xolisa qisqacha bir tanıştırib o'tgan bu so'zni. Assalomu alaykum. Kanalimizdagi barliq ko'ruvchi qarindoshlar. Men Abdurrahman Hasan bo'laman. Men Qashqar shahrida dastlab tijoratdan Seydiya qulaqxonasini aytishdan tug'ilgan. Andan keyin 2017dan keyin Toshkent bilan shug'ullandim. Chet elga mol chiqarish maqsadida ishlandik. Tijorat bilan bo'ldim. 2017'de birinci ayda o'tganda bir tanıştırdım. Şu sebeplerle, bazı sebeplerle Çetebe çıkışga mecbur oldum. Çetebe çıkandan keyin yakın yaşlılarla tanışıp İkramdaki qarindoshlarımızdan sebep olgan men Müslümanım. Anamninki qarindoshlarımdan bir anamning bir qadar o'g'lilash majburiyatim bilan vatandagi bir men bildigan ko'rgan o'ng qo'lni yuzga qo'yib salom qilgan qarindoshlarimizga o'zimning bir vafodorlik bilan bildirish uchun zo'rni shikoyat soldim. Shu sabab bilan sizlarning oyog'larda tunib o'tiribman. Allah razı olsun. Rahmet. Nait qisqa tanıştırdık. Çünkü Allah xolasa keyingi programmalarimiz davomli yana hayotimizga munosib so'zlar bilan yana bo'lishimiz, bir-birimizni tanishimiz. Albatta qarindoshlik shunday tanishish bilan bo'ladi. Tanishgandan keyin qarindosh bo'lamiz, qarindosh bo'lgandan keyin mu'min bo'lamiz, mu'min bo'lgandan keyin undan jannatga kirish orzuyimiz ishga oshgan bo'ladi. Qarindoshlarimiz inkos qilib yozibdi, bu akalarimizning dindiga o'moq bolalar bor. O'moq bolalarimizning ovozini anglayotimiz deb. Şoňa o'moq bolalarimizning ovozini biroz to'xtatsak, albatta bizning bu televiziya stansiyasi bo'lgan bo'lsa, u ovozlarni cheklayalaydik, ammo men uyda, o'zimning uyda qurib olgan studiyam orqali qilaman. Qolgan qarindoshlarning hammasi televiziya stansiyasiga taklif qilinish kerak edi, ammo bizning ta'limimizningki kajligi emas, o'zimizning tirishmasligi tufaylidan yanchiqimizga yo'g'on cho'ng po'lat qulupni silib etganligimiz uchun hozirgacha bir televiziya stansiyamiz bo'lmayotdi. Bizden başka milletlerin hemmisinin Somalilarning Afrikadaki en çıdırlarda yaşaydigan milletlerinin televiziya stansiyasi var ekan dünyada, ama bizning yo'q ekan. İnşallah bo'p qolib, bo'lgan vaqtida uşaq bolalarımızning ovozini qarindoshlar anglanmaydi inşallah. Shuning uchun mush bolalarning ovoziga diqqat qilib qo'ysanglar, chunki bu texnika ash ovozni sirtdan tatib ekirdi ichiga. Ashunga diqqat qilib qo'ysanglar bo'ldi. Mana 4 qarindoshimiz. Xo'sh, undaqda aldı bilen men İstanbul'daki bütün muhacirlarni tebrikleymen. Allah razı olsun deymen. Şunda hoşup ketkenlikimden tarihi karakterlik chet elde mening bilishimcha tarihi karakterlik cho'ng bir namoyishni tunigun o'tkazdi deb qarayman. Chunki men 1,5 yil 2 yil turish jarayonida İstanbul'da undaq bir namoyish bo'lib baqqanini hayotimda ko'rmadim. 50'den artık adam qatnaşkan namoyishga asosan chiqib bakmadık. Şu 30, 20, 15 İstanbul'daki Uygurcuk yerdimi aşındak namoyish qilgan bo'ldik. 20 adamma namoyishga chiqdik. Biz bek ümitsizlengendik aynı zamanda. Bu qitim İstanbul'daki Uygur xalqi, qarindoshlarimiz, İstanbul'daki teşkilat başlıkları bu qitim acayip cho'ng fedakarlik ko'rsatib inşallah bu ümitsizlikni yo'q chiqadi. Bu 10,000 kishiga yaqin bir namoyish qo'shini İstanbul'daki Xitoylarning hammani qo'rqitib etdi. Xitoydan iborat bir kuchli davlatmi o'zining konsullarini elib, ya'ni materiallarini elib qochdi. Demak ki biz Xitoyni qo'rqita oladi ekanmiz, xalqaro besim paydo qila oladi ekanmiz.
demek ki Xitoyga qarshi chiqish kuchimiz borken necha vaqtdan beri vositani xato ishlatganligimiz uchun Xitoyni qo'rqitolmabdi ekanmiz. Oxiri olimlarimiz namoyish to'g'riliq har zaman deb keldi, bizmi deb keldik. Bu namoyish bir millatni qutqizolmaydi, ammo bu namoyish bizning mujodilimizning bir qismi. Bugungi xalqaro dunyodagi eng cho'ng insonlar foydalanayotgan, xalqarodagi asosli hokimiyatlarni o'rayotgan va tiklayotgan vositalarning asosli bir qismi deb qarindoshlarga tushuntirib o'g'ili bo'lmadi. Qarindoshlar anglag'ilimi unimidi, ammo bugungi kun kelganda bu namoyishning kuchini biz ko'rdik. Haqiqatan Misr xalqi 19 kun namoyish qilib, 18 kun namoyish qildi. 19-kun ise Muborak degan 35 yillik, 40 yillik bir diktator yeridan tushpadi. Bir padişahni namoyish o'rib etdi. Nurg'un davlatlarda namoyish bo'lib, u davlatlarningki keyingi taqdiri o'zgardi masalan. Ammo bizga kelganda namoyish bid'at, namoyish muboh, namoyish qiysim bo'ldigan, qimmisim bo'ldigan degandek tushuntirishlar bilan biz bu ziyonni tatib kelgandik. Bugungi kunda haqiqatan biz aqlimizga qaytib, haqiqat qaytib, inshaalloh butun dunyoda qarindoshlarning bu namoyish degan bu narsani qaytadan qo'lga olishi bilan inshaalloh bugun Xitoyga bir qo'rqinch soldik. Haqiqatan qo'rqinch soldik. İstanbul'daki 8000 kişilik namoyish Xitoyni qo'rqitib etdi. Hatta Ankara'daki namoyishmi Alloh xolis birozdan keyin yana to'xtalamiz bu to'g'risida. Ay konsulga ekkanmanglar biz o'tinib qolaylik deb Xitoy yig'lab Türkiye hükümetiga Ankara'nın konsulunun aldığı berishdan Xitoy yalvarib yurib to'sab qo'ydi bizning namoyishchilarimizni. Demek ki qarindoshlar, ittifoqlashishning yo'llari Allohning rahmati bilan ijilayotdi. Demek ki biz ittifoqlasha olmaydik ekanmiz, ammo buni qandoq ilib mangamiz degan vaqtida bu ittifoqlashishninki biroz tarixiga va jarayoniga va oldimizdagi buningdan keyin bu namoyishchilar qo'shini shundoq davomliq mangamdi yoki ertaga uxlab qolamdi hammaylar. Bugungi kunda uyg'onib chiqdikmi bu namoyishga yoki uyilib chiqdikmi yoki unda xiyoliy chiqdikmi buni hozir bu 4 nafar qarindoshimiz bilan birlikda suhbat qilamiz qarindoshlar. Ya'ni haqiqatan men rahmat aytaman inshaalloh İstanbul'daki bütün Uyg'urlarga balkim boshqa qarindoshlarimizning rahmati bo'lishi mumkin. Tarixiy xarakterda chet elda bo'lib boqmagan bir namoyish İstanbul'da bo'ldi. Tuniga 2-oyning 5-kuni. Men haqiqatan tabriklayman buni. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. İstanbul'daki bütün Uyg'urlar chiqqan, chiqmagan hammaylar. Chiqmaganlarga Alloh iymon, vijdon bersin inshaalloh. Men so'zni bu qimmatli mehmonlarimizga bersam, ya'ni yaqindan beri Norvegiyada bir uyg'onish bo'ladi, bo'libmi bu Norvegiya Uyg'ur komitetininki yangidan qaytadan bir jonlanish harakatlarini ko'ryapmiz. Yaqinda bir kichik, ya'ni kichik cho'ng demayli bir ona til maktabi qurildi. Adam soniga bog'liq bir masala bo'lganligi uchun Norvegiyadagi Uyg'urlarning xizmati uyg'onishi, ya'ni bu temaga bog'laydigan bo'lsak, bu uyg'onish bormidi yoki bu yaqindan beri qaytadan bir liderlarning o'tirib chiqishi bilan yoki bir qo'zg'ash bilan maktablar qurilib bu shaklda bo'ldimi? Buni Norvegiyadagi xizmatni bir tanishtirib o'tib ketgan bo'lsam. Abdusamat efendim. Bo'ladi. Endi boya deb o'tgandagidek hozir Uyg'urlarda, bu chet elda yashayotgan Uyg'urlarda mayli Turkiyada bo'lsin, mayli boshqa davlatlarda, Norvegiya bo'lsin, umumyuzlik bir uyg'onish, bir zilzila paydo bo'ldi, buni ko'ryapmiz. Bu qatimqi tunugun o'tkazilgan namoyish biz o'tkazdik. Hamma yerda bu buningki bir shuningki bir ifodasi, bir namoyandasi. Endi Norvegiyaga kelsak, Norvegiyadami burundan bu yerda faoliyatlar bo'lib kelayotgan. 10 yillardan beri bu yerda faoliyatlar bo'layotgan. Ammo buningki har qaysi vaqtlarda ba'zida to'g'ri kuchayib, ba'zi vaqtda pastlab qolgan vaqtlar bo'ldi. Chunki buning har turli sabablar bor. Bu har qaysi davlatlarda mana shu shaklda bo'ldi. Buning hamda Dunyo Uyg'ur qurultayiningki umumiy xizmatlar bilan bo'lgan munosabatimi bor. Anadagi shu yerdagi har qaysi tashkilotlar, shuning xizmat qilganlarningki
xizmetiga, onun qilgan ajriga bog'liq. Hamda ona til maktabininki ishiga kelsak, ona tilni 10 yillardan burun biz Norvegiyada ona til sinfini ochgan. Men tunji shuni boshlagan o'zim dars bergan. Keyin uningga men yetishmay boshqa qarindoshlarimiz yordam bo'ldi, ammo ba'zida davom qilib, ba'zi uzib qilib, boshida qiyinchiliklar tufayli kelgan. Endi bu qatim vatanda bo'lgan bu zulmninki haddidan ziyoda eshib ketishi. Mundaqcha aytganda, pichoqninki yetib va eshib ketishi. Endi shu zulmlarninki biri qatorida ona tilimizningki maktablarda chekinishi, maktablar chekinishi. Bu xalqimizda Uyg'urlarda, chet elda yashayotgan Uyg'urlarda bir milliy kimligining uyg'onishini keltirib chiqadi. Ya'ni o'zininki milliy kimligi, o'zininki ona tiliga ega bo'lish, uni qo'g'dash bir qizg'inligini meydonga keltirdi. Bu mushu qatimqi uyg'onishninki yana bir xil shaklda o'tirib chiqishi deb o'ylayman. Endi shunday bir sharoitning o'zida bu yerda ota-onalar ona tilini o'qitishni ham kuchlantirish, bu maktab xizmatini taxmin bir jonliq va sistemli shaklda kirgizish, shu iltimosda bo'lindi. Andan keyin bizningki tashkilotimizmi bu vaqtda 2018-yilni Norvegiyada Uyg'ur ona tili yili qilib bekitdik va shu qilgan va'dimizga amal qilib, shu qilgan so'zimizni amalda ko'rsatish uchun tunji qadamda aslidagi ona til sinfini hamda rasmiy bir ona til maktabi. Agar shunday natijada o'qish bo'lmasa-mu, ona til maktabida buni ko'lamini sal kengaytirib, muntazamlashtirish maqsadida buni maktab o'rnini yo'tkidik. Dastlabda 2 sinf qilib erishib planlagan hozir ikkinchi jabsi bo'ladi. Hozir o'quvchilarning soni ko'payib ketib, buni hozir yana 2 sinf, ya'ni 3 sinf balki 4 sinfga ko'paytiraylik deb planni quryapmiz. Bu planimizmi xudoyim bo'lsa ish oshidi. Endi namoyishga kelsak, Norvegiyadagi tashkilotning xizmatlari ko'rsatgan tirishchilik kelsak, haqiqatan yaqindan buyon shu o'tgan yilgi bu hozirgi tashkilotning yangi rahbarlik heyeti o'tirgan kelgan ekan, favqulodda bir tanlash bo'ldi. Bu nihoyatda qilliq bilan butun kuchini tarqatib ishlayotdi. Buning ham yana bir jihatdan vatanda qilayotgan shu zulm, hatlashgan zulm yana bu yerda mayli tashkilot qilganlar bo'lsin, mayli odatdagi avom bo'lsin, buniga qarab yana sukut qilib, yana jim yetkazishga qo'l bermaydigan ashunday darajaga yetdi. Shunday boshqa bu yerda vatandoshlarimiz, tashkilot xizmat qilgan bizningki qarindoshlarimiz nihoyatda jon fidolik ishlayotdi. Bu qatim tungi namoyish yaxshi o'tdi. 2009-yildagi 5-yil Urumchi qirg'inchiligininki din kelib chiqqan. Shu qirg'inchilik munosabati o'tkazgan namoyishdan keyin bunchalik adam chiqqan namoyishmi bo'lmagan. Demak, Norvegiyadagi Uyg'urlarmi yana umumyuzlik bir uyg'onishga mangdi desizlar? Albatta. Shu butun dunyodagi har qaysi davlatda yashayotgan shu Uyg'urlarning umumyuzlik uyg'onishi, mana shu Norvegiyadagi Uyg'urlarning uyg'onishining bir qismi. Albatta. Shunday. Yana qarindoshlarimiz menga inkos yozyapti, inshaalloh, Alloh rozi bo'lsin. Men yana qaytalardan bu to'g'risida to'xtalman. Yani ahırda qisqacha bir qaytib o'tib ketgan bo'lsa, Norvegiyadagi Uyg'urlarningki bu namoyish bundan keyin bu qatim yaqin kelishi va uyg'onish harakatining bir qismiga aylanishida buningdagi asosiy sabab abay deb o'tib ketdilar, bu qurultoy tashkilligininki qaytadan bir maydonga kelishi asosining sababi deylar. Uningdan boshqa Xitoyning zulmininki vatan ishib ketganlik uchun bu Uyg'urlar keldi buningga deylar. Demak, bu yana bizning Uyg'urlar yoki bir qism Uyg'urlar deylar, shu Xitoy zulm qilmagan bo'lsa, yana Norvegiyadagi holat burunqidek davomlashamdi yoki zulm qilmasimi? Uyg'urlar o'zining vijdoniy iymoni bilan buni yana qaytadan o'zininki bir Uyg'urligini tonib bu xizmatni qilamdi. Shunga bir javob bersin. Endi bu
Xitoy zulm qilmagan bo'lsa degan gap kelsa, Xitoy bizga azaldan tortib zulm qilyapti. Biz Uyg'ur xalqining vatanda zulm chekmagan birmi kuni yo'q. Xitoy shu ziminiqda Sharq Turkiston qadam bosgan kundan boshlab. Ammo buningki darajasi o'xshamagan davrlarda o'xshamagan darajada bo'lib keldi. Ba'zi vaqtida vahshiy kuchib ketgan vaqtlar bor, ba'zi vaqtida biroz bo'shagan chog'lar bor. Shuni qarab turib, ba'zi zamonlar qaraganda biroz yaxshi bo'lib ekan deb shunda eslaymiz. Masalan, 80-yillar hozirgi zamonga qaraganda alohida bir erkin bir davr bo'lib ekan deb qo'yamiz. Ammo u zamonmi o'xshashlar zulm shu chog'dan bor. Xo'sh. Endi bu yerda bundan burunmi hozir zulm bu qadar kuchib ketmagan chog'lardami bu yerda vatan millatni g'amini yeydigan bizniki vatandoshlarimiz, bizning qarindoshlarimiz bor. Shuning uchun shu tashkilot qurilgan, shuning uchun nurg'un faoliyatlar bo'lgan, nurg'un yaxshi ishlar qilinib kelgan. Ammo birmuncha odamlarimizda, birmuncha vatandoshlarımizda men bu yerda jim tursam, ben hiç aralashmasam, namoyishlarga chiqmasam, tashkilotlarga qatnashmasam, vatanda ota-onalarim, urug'-tuqqanlarimga ular tinch yashaydi, ularga bir riyozat, bir ish kelmaydi degan bir tuyg'u bor. Shunday uy bilan buni siyosiy faoliyatlardan, namoyishlardan, har qanday bir ijtimoiy faoliyatlarda muqochilgan insonlarimiz. Ammo endi o'tgan yildan boshlab vatandagi zulmniki favqulodda kuchayishi, bu zulmniki yolg'iz shu vatanda chet elda yashayotgan, siyosiy faoliyat qilayotganlar emas, odatdagi hech aralashmaganlarningki oila taboatlari urug' tuqqanlarga kelishi, millionlab hech qilmagan bizningki vatandoshlarimizning, qarindoshlarimizninki lagerlar qamalishi, u endi bu deyishdiki bir qilishning hojati yo'q, hammamiz ko'p anglab turyapmiz. Bundan takrorlashning hojati yo'q. Endi shu ahvollardan xalqimiz, millat yandirib o'yg'ondi deb qarayman. Ya'ni biz bu yerda mayli jim turayli, tumayli, baribir Uyg'urning hammasiga zulm bor ekan. Uyg'ur bo'lganimizning o'zi Xitoy uchun bir dushman bo'lishga yetib oshidi ekan. Bizning maqsadi, bu yerda Xitoyning maqsadi butun Uyg'urni bir millat yo'qotish degan narsani Uyg'urlar tushundi meni. Allah razı olsun. Ben yani bununki ahirini yana sizden sorayman inşallah. Bununki ahirini sorayman. İşkiranғы qarindoshlar yezibdi, Londonda, Angliyada nima uchun bu faoliyatlarninki ovozini anglamaymiz? Bu qanday gap? Aziz Eysa apandidan mushuni bir so'ragan bo'lsak deb yezibdi. Bizningki timimiz bu şekilde bo'ladi, ammo bu ommabop bir televizion bo'lganligi uchun internet TV'si. Şuna inkaslarga diqqat qilib ko'ngil beramiz inshaalloh. Şuna bu nimani mushundan başlasak Aziz Eysa apandim, ya'ni Londonda nima uchun xizmatlar boshqa davlatlarga qaraganda biroz to'van deganga bir javob berib so'z boshlasak deyman. Marhamat. Rahmat. London hakikaten nayette muhim şehirlerden biri. Paris, New York'la o'xshash. Albatta siyosiy, madaniy hamma sohalar faoliyatlarini kuchlanishi kerakdi. Shu o'zimizga bog'liq. Sanımız köp bo'lsa kuchimiz bo'ladi, sanımız az bo'lsa kuchimiz bo'lmaydi. Londonda qanchalik Uyg'ur bor sizlarcha? Yevropa bo'yicha bilishinglar mumkin, Londonda Yevropa bo'yicha eng az Uyg'urlar. Eng az. Qanchalik sanbadu sanni beradimlar? Sanını aniq bilmayman, ammo 500 bilan 1000 atrofida hisoblaymiz. Shunchalik muhim tarafı, yana bir tarafı bu Angliyaga kelgan Uyg'urlarninki tang yarim o'rtachadan kelgan. Yana tang yarimi o'quvchilar. Yana yarimning tang yarimi mablag' solganlar. Nayt murakkab bir xalqqa bir shahar Uyg'ur jamoatim shunda. Shunga bunga qardoshim nayt yaxshi savollar so'rabdi. London, İstanbul emas yoki Myunxen emas, nayt murakkab bir shahar. Ama bununla London kepki qanlıqın bilisizler, qandaq şəhər ekanligini demək oğlunun empatiş vatımız. Məsələn, 2005-ci Angliya Uyğur cəmiyyəti başqalarının birisi məndim. Bundan 13 yıl müqəddəm ilgiri. Verilgan, 200 yılda hizmetler işlengen,
men shu chog'da sekretar bo'lib ishlagan jamiyatniki. Xizmatdan etmagan. Keyin manfaat bo'lmadi endi. Shunday qilib aytaylik. Sonunda keyin nurg'un ekip yani o tekishni chiqishlar bo'ldi. Demak, nurg'un tashkilotlar qurildi. Cho'nglarimiz bilan kep chiqatim bizga yordamxonlar bo'ldi. Nima qilishyapmiz, ammo muhimi gapni sababi bizning odam sonimiz oz. Nurg'un endi o'zining qilayotgan kasblari yoki nurg'un sabablar endi hech kimni majburlashni qil deyishni hech qanday bizning qanday bir nemiz yo'q. Shundoq, yana buningda Londondagi xizmatninki biroz passiv sabablarining birisi odam ozligi, yana birisi Xitoyninki buningda bir roli bormi yo'qmi? Ya'ni Xitoyninki qo'li. Ya ben onu ancha bakki, men undaq suiqasd nazariyasiga ancha bak ishlim ketmayman. Çünkü bir yerda o'zimiz qaralgan boshqa narsa emas. Bu odamda çünkü agar kuchli bir jamoat bo'lgan bo'lsa, shunday qildi desak bo'ladi-da, bu kuchli bir jamoat yo'q bu yerda. Shunda bo'lgan. Kuchli bir jamoatni o'rtaga chiqishninki oldini oldimi, olmadimi demoqchi-ku. Ya men onu bilmayapman. Allah razı olsun. Endi hozir Londonda biroz qimirlashni ko'ryapmiz. Ya'ni biroz harakatlilik bor. Bunun mesela bazı Uyghur qarindoshlarimiz ko'chab beryapti. Adam az deysizlar. Bu London Uyg'urlarni bir bo'libmi Turkiyadagi ba'zi qarindoshlarimizni yetkash ehtimoli bormi? Buni bir qo'shimcha so'rab qo'yay. Yetkash ehtimoli yo'q. London, Angliya, Kanada emas, keşmenlerni yetkazadigan. O Angliya keşmenler qanday ayt için Yevropadagi eng ching o'zi orol bo'lishi qarmay Çoğun Yevropa ittifaqida chiqib ketmasa chiqib ketdi men hozir endi bundan keyin ching bo'ladi. Bu bir orol deb, bir orol. Endi test bo'shlar. Masalan, Kanada, masalan, xuddi Angliyaga o'xshash nimasini ching'itib ammo masalan Kanadadagi ba'zi qarindoshlarimiz Kanada parlamentlari bilan ko'rishib, shu siyosiy panolik tilaydigan qarindoshlarimizni Kanadadan nima Türkiye'den yetkash xizmatlarini ilib, shunga o'xshagandek bir parlament bilan ko'rishib, ya mening qilayotganim emas. Kanada siz Angliya seçil bo'lmaydi deganim. Kanada shunda davlatning programmasi keşmenler qabul qilish. Bu bir keşmen davlatda 20-30 milyon nüfus var. Angliyaning unda programmasi, unda bir siyoset yo'q. Maslama bu. Keşmen qabul qilamiz. Bunda bir nimiz program yo'q. Angliyada ko'chman qabul qilinmaydi demoqchisizlar. Qabul qilmaydi. Faqat qanoatlar kelgan ahvolda o'qish bilan yoki Angliya vizalib kiralagandan keyin panoh desa uni yo'li boshqa rad qilmaydi. Shuni ahvolga qarab rasmiy panohligi, shahar panohligi bo'lsa berdi. Ammo sirtdan biz paloyadan Manchuriyadan akin bunda siyosiy Angliyani yo'q. Amerikaga o'xshamaydi, Kanadaga o'xshamaydi. Chunki Allah razı olsun. Nüfusni aytib ketdi, bu da kichik orol davlat. Bo'ladi, men sizlarga yana bir savollar bor. Buni nimadan keyin Abdullohdan keyin so'rayman inshaalloh. Bo'ladi, shu sizlarning xizmatlariga munosabatlik. Chunki sizlar shu ilm tadqiqot yiziqchilik ishlaridami ma'lum tor sohasida bo'lsin, bizning millatimizningki adabiyot sohasidami o'zining ko'rinarli rollari bor. Bu to'g'riliq men ozroq to'xtalaman. Chunki bu uyg'unishga munosabatlik temaga. Abdulloh efendimni biroz saqlatdik, shuna bo'lsin. Qalbidagi so'zni hamda olsak, bu Shvetsiya Yevropada Uyg'urlar uyg'ongan dastlabki davlatlarning biri, hatto Gollandiyadan oldib turdi. Bularning tashviqot sohasida bo'lsin yoki tashkilotchilik sohasida bo'lsin, hozir ham oldib turibdi Shvetsiyada. Hamma davlat ish kuch tashkiloti bo'lsa, Shvetsiyada 4-5 tashkilot bor. Ammo tashkilotlar intayin ittifoq. Shvetsiya boy davlatgan, tashkilotlar ham qilib obdan yordam berdigan, balkim uning foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Xizmatlar yaxshi Shvetsiyada. Bu ammo yanalam bundan keyingi qadamlarimizga nisbatan shaxsan men pekmo nima emas deb qarayman. Shunga Shvetsiyadagi xizmatlar, Shvetsiyadagi Uyg'urlarningki bir mohiyatini biroz ochsak, ya'ni Shvetsiyadagi Uyg'urlar uyg'oqmi, uxlatimdi, xizmatni tashkilot qilayotganligi aniq, ammo bu yerda umumiy bir ish bor-ku. Masalan, Gollandiyada 2000 ga yaqin Uyg'ur bor. Ammo namoyishga
hozirgacha 20-30 odam kelayotganda Allohning rahmati bilan bu qitim 100 kishilik namoyish tashkillaymiz deb bir 3 hafta jiddiy terishish orqali 150 ga yaqin odam namoyishga chiqdi. 2009 yil 7 oyning 6 kunisi 250 nafar odam namoyishga chiqqan. Ammo tarixiy Uyg'urlar kelgan 20 yil mobaynida namoyishga chiqqan odamning soni 20-30 50-60. Tünügün 60'a yakın adam namayışqa keldi, Allah razı olsun. 2000 adamdan Gollandiyada. Ama teşkilatlı yaxşı. Gollandiyada Uyghur nidası var, qarindoshlik studiyasi var, Uyghur birlik teşkilatı var, qurultayga bağlıq. Uyghur yani Sharq Turkiston ma'rif jamiyati var. Yani Avropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati eng chong tashkilotlardan birisi. Ama xalq ichidagi uyg'unish bu şekilde. Şivisi'nin ahvoli qandaq? Yani Şivisi'de qancha ming Uyg'ur var? Uyg'oqmi, uxlaydigan Uyg'urlar mı? Qandaq bir mesele bu, balkim gapim keskinroq, ammo buni ochiqlab beraylik. Chunki ko'ni gapni qilishning foydasi yo'q. Sizga mikrofon sizda. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Şivisi'deki Uyg'urlarning soni hukumatning rasmiydagi ma'lumotida 2,5 3 ming neferge yakın Uygur cemaati yaşaydı. Yani 350 bilen 400 etrafında aile. Yani bu Şivisiye'deki Uygurlar kişisi uxlaydı. Gündüzü oyğaq. Ne ma'nosida aytganda. Endi mayliqda Uygurluş degan so'zni yo'tkalma ma'nosida kullanganımızda Şivisiye'deki Uygurlarınki 90% burun uyg'onib ketib vataniga patmay kelib qolganlar. Shu vatandagi xalqninki uyg'onishini kutib yotganlar. Endi bu uyg'onish harakatini hatidan beri sorunda yengandek İstanbul'dami, shu Norvegiyadami, Gollandiyadami uyg'onish harakatini namoyishga bog'lab tushunsak, bu elaqadek tar doirada tushunib qolgan bo'lamiz. Shundoq. Uyg'onish degan elaqa hurra yoki Allohu akbar yoki Jungo terrorist degandek bir elaqa bayroq ko'tarib chiqib, maydonlarda vaqirab qo'yib kirib ketishni buni uyg'onish harakati deb tushunib qolsak, uyg'onish degan so'zni biroz tar doirada tushunib qolgan bo'lamiz. Şivisiye'deki 95% Uygur hakikaten uygak mı da söyleyeyim, kalbi uygak, ibisi uygak. Çünkü diğerge 90% adamınki tahminen 80%'i âli mektep seviyesiga ega. Hem vatanda burun uyg'onib ketib qolib, vatanga patmay, ba'zilari pasport bilan, ba'zilari tab atlab kalgan adam Yani için tam atmasda uyg'onib ketganlar. Ha, bu bularninki kishisi uxlusimi qalbi vatanda so'qadigan qalbi uyg'oq, ruhi uyg'oq xalqqa tushunimi. Chunki biz ba'zi namoyishlarda men deb o'taman, biz 30-50 ba'zida 2000 nafar odam bilan namoyish qilgan vaqtimiz bo'ldi. Ba'zi namoyishlarimiz odamlarga shunda uqtirimiz, ma'qatimki namoyishga chiqmasangiz hozir bo'lmaydi deymiz. Odamlar buni tushunib chiqadi. Ba'zi namoyishga simbolistik biz sizlarga vakolatdan chiqamiz deymiz. Ularning ma'lum qiladigan ishlari bor. Bu yerda deyishning hojati yo'q. Xalqimiz tashkilotining orqasida xalqimizningki qalbi vatanimiz bilan bog'lanishlik, vatandagi urug' tuqqanlar bilan bog'lanishlik xalqimiz xotirjam bo'lsa bo'ladi. Şivisiye'deki 99% Uygur hakikaten cismen, ruhen uyg'oq. Ama cennetimiz şeytan... Ama faaliyetga bekçi qatnashib ketmasimi uyg'oq yani? Uyg'oq. Ama cennetimiz şeytan bo'lganga o'xshash o'z vaqtida. Bu Şivisiye'dami jasuslarning eng yuqorilari chiqadi. Odamlarning bu eng yuqorilari kelib ketadi. Hem Şivisiye'mi chet el tavasida Xitoy kommunist mustamlakcha alvastilarining jasus to'rlarini bichib qilgan birdan-bir davlat buni 5 yil ilgari keng taraqqiyotlari keng tarqatildi.
Ondan keyin ushlangan jasusniki ishi betaraf qilindi. Ularga uy kesilmagan bo'lsa-mu, ogohlantirish jazosi berildi. Har holda umuman qilib aytgan vaqtda Uyg'ur xalqi o'yg'oq, bularning o'yg'oqligi biz Suriyada namoyishlar o'chmaymiz. Xo'sh, men bu gapga ancha qaytilmayman. Uyg'ur xalqi uyg'onayotdi deganga qaytilaman. Inshaalloh. Uyg'oq bo'lgan bo'lsa, biz 30 yil burun bu inqilob qanmaylan qaytilib, masalan, men mush Yevropaga kelishdim burunmi nayt qalbim yig'laydi. Yevropaga kelgandan keyin qarasam bu odamlarning hammasi uyg'oq turdi. Bu ya hareketli yok, ya namoyishda yok, ya iqtisodda yok, hech nimada yok. Yani %70% Uyg'urninki bu inqilobga qaytilmaydiganligini, faqat qalbi uyg'oqligini, yanchiqining tomliqini, ko'zining uchuqligini, ammo shu vatanni ozod qilamiz degan vaqtida shu poni etib, qanda ish bo'lsa biz mana aldan qisabdi deydiganligini, ammo qarindishim maoshni mana qilamiz, ma tashkilotga kelinglar, a'zo bo'linglar, 10 yevro pul topshiringlar desak, o'lni qochib ketganligini men obdan bilaman. Shuning uchun ma gapga ancha bu namoyish taqavolmaymiz. Namoyish qilish orqali demakki bu xalq namoyish qilishdan qo'rqmaydiganligini men buda his qildim. Undan burun unda his qilmaydim. Xo'sh, masalan, Gollandiyadagi eng chong tashkilot Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati. 2000 Uyg'ur bor, ammo bizningki üye bo'lgan son 150 bilan 180 atrofida egiz pesmindaq jingning cho'kisdek chiqib tushib turdi. Ba'zida yo'qolib ketdi 50-60 odam, ba'zida paydo bo'lib qoldi. Shu yolvorib yurib 10 yevro pulnimi yolvorib qarindishim aka acha cho'ngdada deb yurib aran ta'sida bir tashkilot menga ammo bu qitim Xitoyning zulmininki qattiq Samet abla efendim deb o'tib ketgandek qattiq ishib ketganlik tufayli zulm bati, ammo qattiq ishib ketganlik tufayli xalqda umuman, chunki biz shaxsan umid qilib hamma Uyg'ur uyg'onib ketsa deb. Chunki men yig'lasam bu yenimdik Uyg'ur kulsa qanday bo'ladi? Men kech uxlayanmasam yenimdik Uyg'ur xotirjam uxlasa qanday bo'ladi? 1-2 yil burun Uyg'urlar hammalarning vatanga tushkisi bor. Ammo yig'laganlar bor, kulayotganlarmi bor. Uning uchun bu qitim butun Uyg'urlarningki bu maydonga to'kilishi, bu inqilobga kelishi meni haqiqatan xush qildi. Demakki, Uyg'urlar endi uyg'onib o'tibdi degan fikrdaman. Bu to'g'risida yana Abdulla efendimga men javob haqqini birozdan keyin beraman. Uning oldida Abdurahmon Hasan qarindishimizni biroz saqlatdik. Abdurahmon Hasan qarindishim yaqinda BBC'ga chiqdi, 3 kunning oldida. Programma qisqa bo'lsa-mu, BBC'ni necha million odam ko'rdi dunyoda. BBC'ga normal xabarlar chiqmaydi. BBC'ga alohida xabarlar chiqadi. Ash xabarlik o'lchimiga to'shqan, ilmiyligi va isboti va BBC'ga bir xabar chiqarish uchun xili jiq yo'l mangmasak, o chiqmaymiz odatda. Ammo bu qarindishimiz chiqib bizni nihoyat xursand qildi. Chunki BBC degan gap Uyg'ur masalasini 50-60 million aniq sonini bilmayman, ammo millionlarcha odamga anglatdi degan gap. Shuning uchun buni yaqin qilayotgan xizmatlarimdan biroz anglag'im bor va boshqa qarindoshlarning anglag'isi bor cho'qim. Abdurahmon Hasan qarindishim, yaqin xizmatlaringiz qanday bo'ladi? Buni bir qarindoshlarga so'zlab bersangiz. Men bu vatanlik zulmni shu onamninki sababi bilan anlatgan bo'ldim. Lekin yüzünü ecretken bo'ldim, ifade berishni men boshqacha qilib chiqdim. Chunki bo'layotgan qanday bo'ldi, bunday bo'ldi degan fikrda men qiziqman uchun diqqat tortilmaydi, anglab qo'ydi ekan, balkim bunda bo'lmasi mumkin-da. Chiqqandan keyin İstanbul'dagi tashkilotlar men misol muxbirlar aloqalashib axborot vositalarini degandek aloqa o'rnatib qildi. Demak, hozir qadar u ham bu yerdan chiqilgan muxbirning oyog'i uzilmay men o'qishimni boramadim, saqlab turibdim. Demak, anglayotdi. BBC'dan boshqa kanalga mı chiqdimi? Yo'q, BBC'dan boshqa ikkiron televizor kanalga yo'qmidi. Misol
O'rta Osiyodagi Hı. o'ziligidan tarjima qilib chiqadigan Uyg'urlar, Hı. mesela Qozog'iston tavasidagi, Rossiya tavasidagi qarindoshlarimiz ularga bir ta'sir qildi. Hı. Xo'sh. Chunki bularmi aka bizning qanimizga o'xshash sizlarga, bizning qanimizni sapqan degan bir gapni deb kelmoqchi chiqimda. Xo'sh. O gapni deb ketdimi degan bo'lib, u bolalarni bir o'zligidan tarjima qildirib, Hı. jurnalist bo'lib. Hı. Etni degandek Tataristonda, Qozog'istonda degandek Rossiya tavasida Hı. bir jiq bir qarindoshlarimiz Facebook qo'shgan bo'ldi. Yani siz Alay bir aktivlan oldu bir biz nima ish qilamiz aka, bizga bir qanday ishlar biz yanimizda bor. Bizga bir qilgan xizmat vosita rahmat ukam deb. Allah razı olsun sizinki şu mening Uyg'ur menda sap Uyg'ur qini bor degan bu so'z boshda g'ayri anglandi quloqqa, ammo har qitim agar programmaga chiqsaqlar men buni qayta ta'kidlayman ki men buni shu vaqtning o'zidan qattiq ta'sir qilgan. Ya'ni bir insonda bir Uyg'urning qini oqqan bo'lsa to'mirda, Xitoyninki bugungi zulmiga, ya'ni bugun bizning ochilarimiz turmida, ota-onalarimiz turmida, cho'nglarimiz, kichiklarimiz hammaylar turmida. Yani terbiyelash markazi deb atalmış atını qo'yib olib, shunday turmaga elib Eğer bir Uyg'ur, eğer sap Uyg'ur bo'lsa, buning hargizmi qarab turmaydi dedinglar, birinchi qitimliq programmada dedinglar. Yani Uyg'urning qini bo'lsa o insonda hargizmi Xitoyning bu zulmiga qarab turmaydi. Eğer qarab turayotgan bo'lsa, o Uyg'ur emas degan gap chiqdi buningdan. Çünkü bu gap o O'rta Osiyoda qarindoshlarimizga ta'sir qilgan gap. Biz Uyg'ur emasmi unda bo'lsa deb nim qilish mumkin. Rost degandek, agar qinimiz sapli bo'lsa, bu bugungi zulmga qarab turish, uxlash, sukut qilish, u Uyg'urning qinidagi ish emas, Uyg'urga yaqin kelmaydi. Xuddi bir yo'lvoz o'zining yirtqichligini hargiz tashlamaydi. Bir Uyg'ur bir zulmga sukut qilolmaydi yani. Yani qon uni sukut qildirishga uni nim qilmaydi. Xo'sh, yana boshqa bir gazet jurnal bu jihatdan xizmat bo'latamdi yoki Abdurahmon? Ha, Turkiyada bir aktiv gazet degan bir gazetda besildi. Yana bir oldimiz bir televizor nimasini bir akimiz onu Saudiya ekan, shu 4-yillar qaytib ishga normal qanday kitobimiz deb Turkiyaning bir televizor kanalıga Nahmeydan ziyaret etishga degan bo'ldi. O shaxslarningki ismlar tilga ilinmasin, ha? Bo'ldi. Yani mayada qarindoshlarimiz imkos qilib yozibdi, Rossiyaninki TV kanalida sizning xabaringizni berdi deydi. Buningdan xabarlar bormi? Baba, BBC'ninki butun dunyoda arabcha, o'rischa, musulmon tanilgan bir vaqtda. Arabchaninkini ba'zilarga yo'llab qo'ydi, balla uni ko'rdim. Azarjatın umum tilda chiqibdi. Yani dünyadaki en danlıq nimelerde, yani devlet televizyonlarında asasen çıktı değil mi? BBC'nin kendi devlet bakın emasmi? Pakistan, Hindistan, cimi devlet bakın. 2018 2. ayın 2. gününki Xitoy devletininki nimasini besib kelsak, torda YouTube'dan ko'rin oldu ekan. YouTube'dan var mı ekan sizinki şu programma? YouTube bakın, YouTube'dan ko'rdim. Bundan olsa inşallah ma şu programının tegiga YouTube'daki adresini çoplab qo'yaylar inşallah. Men sizlarga birozdan keyin so'z bersam, Abdusamat efendimga Abdullah efendimninki so'zini tanglayman. Yani bu Uyg'urlar ras o'yg'oqmi yoki qalbi o'yg'oq o'zi jismi uxlatamdi? Buningga bir gap qilib basliq. Bu Abdullah efendim dedi Uyg'urlarninki qalbi o'yg'oq. Ama namoyish bilan bu uyg'onishni bir namoyish ifoda qilmaydi dedi. Men bu sizlar deganga o'xshash bu so'zga fazla xush ketmayman, chunki o'yg'oq desak, bu yerdagi uyg'onish degan gap ruhiylik uyg'onish, ya'ni milliy uyg'onish, zulm qarshi uyg'onishni ko'rsatmoqchi. Shuni deyapmiz-da bu yerda. Endi bu uyg'onish bo'lgandan keyin uning bir ifodasi bo'lishi kerak. Uning bir namoyon bo'lishi kerak. Bir narsani ko'z
Yine biz yaşamaktan bizim şirayetler bizim kolumuz edilen biz kulağından işlerini demek uygulan bolsa bunundan vatan millet için hem bir çıkay her kim izleyip de ben bunun kolumdan geliş bir çıkay degen bolsa aşında bir uygun bolsa bunu o adam çokum bir yerde buludu. Hem bunundan başka yana bunun çıkışka yürek kullanmadı ya ki başka bir sıkıntı kalmadı değil. Onunki kılış yaş başka türlü yoldu. Yanda çıkartlar saati yapacağız. Bu durup saklı. Bay başlayıp yok. Başta Devam Afrika devamlı Sen aşı bu pul bolsa, bunu eğer hakikaten şunda bir uygangan adamda bolsa, vatan millet için ben bir iş kılaydıysa, namaş çıkanmasa, bakıyoruz, pulum olsun, basın, pulum aklı kalsın, hizmet kılaydı, bu gerek. Allah razı olsun. Abdüsamet efendim sizinki avazlar biraz ketib oldu. Men birazdan keyin sizlarga so'z beray, chunki ovoz biroz ketib oldi, yaxshi anglanmayotdi. Herhalde torninki masalasi bo'lishi mumkin. Men mana nimadan keyin Abdulladan keyin men sizlarga bevosita so'z beray. Chunki men to'rsal joyiga tushib olsin. Aziz Isa efendim, sizlar bir ziyoli kishi. Men shu bu biroz ilmiy masalalarda to'xtalsam, hozir shu uyg'unishga munosabatlik eserlerini mançı şiirler, yazılgan narsalarni men to'g'rida ko'rib turyapman. Uningdan boshqa ba'zan videolarni ishlab chiqaryapsizlar. Bu Angliyadagi adam sonininki oz bo'lishi to'g'ri, hamda uningda fikr shaxsan men qatlaman. Adam oz bo'lsin, jiqish qilib bo'g'ili bo'lmaydi. Ammo Angliya mayli iqtisod jihatdan bo'lsin, mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, dunyoning bir beshi ham hisobda. Üç çoğun başlığınki, Dankan Putin'inki birisi Angliya. Bundak bir yerde Uygurlarınki uyg'unishi, hareketi, teşkilatı çoğun terakki kılması olmaydıgan bir vacip olup ketken bir iştek bir yerdi. Çünkü bunun keyin Angliyada bir adam az olsun mu? Adam az dile ama 500'den mangaç adam bağımı ki ben şunu anladım, ben hata anlamadım olsam. 500 adam mı? Kılıcık adam. 500 adamning 50'gi bir yerga kelsimi bir tashkilot qura oladi. 50 emas 5'i bir yerga kelsimi bir tashkilot qura oladi. Tashkilotning bo'lishi bir muhim bir ish. Endi sizlar bilan biz tashkiliy jihatda paranglashmasakmi, ama ilmiy masalalarda madaniyat, til, ma'arif masalalarida Angliyada bir qanday bir xizmatlar bo'ladi yoki bundan keyin bo'lmoqchi, bu to'g'risida bir to'xtalib bersin. Savol yaxshi bo'ldi, ammo Angliya to'g'risida shu Uyg'ur to'g'risida desek, menimcha bu savolniki doirasi hech qanday mazmunda ko'p qilinmaydi. Chunki va shu 20 yilga yashamoqda. Biz ko'p harakatlarni qildik, faoliyatlarni qildik. London Uyg'onistonda shu chog'da 2007 Endi bu uyg'unish masalasi kelgan endi bu albatta uyg'unish bir tashkilotchilik bilan bir jamiyatga bir markaziy uyush bilan kollektivning kuchiniki birga kelish bilan amalga oshgan narsa. Biz shu bir gap bor-ku, ish birlikda ishimlikda deydigan. Endi ama bu uyg'unish temasi so'zlayapmiz hozir bu yerda. Ya uyg'unish endi men deganda javobda ilmizim dedi, men shuni qo'shilaman. Chunki uyg'unish faqat namoyish chiqish va namoyish faoliyat qilishni uyg'unishni o'lchaymiz desak, bu keng tar doiradagi bir hukm bo'lib qoladi. Xalqni o'lchab sinoq qilishdan doir keng. Fakat amal bo'lmagan qo'ldan boshqa ishlar kelmagan vaqtda albatta chiqib namoyish qilib bo'ladi. Qo'ldan ko'p ishlar kelsin chiqib namoyish qilib bo'ladi. Har bir odamning o'ziniki ifodalash shakli o'xshamaydi. Masalan, bu uyg'unish masalasiga kelsak, bu vatan uyg'onganlari chetga chiqib uyg'ongan bo'lishi mumkin.
yoki uxlagan bo'lishi mumkin. Bu o'xshamaydi odamlarniki. Masalan, Londonning o'zini misol qilamiz. Yerimni ko'parib O'rta Osiyodan Qirg'iziston, Qozog'istonga kelgan qarindoshlarimiz. Baribir farqlar bor, ammo imkon bor biz maktablarni o'ynab birga akilib birlikni amalga oshiramiz deyapmiz. Yaqindan buyon ko'p kuchayapmiz. İnşallah bir umumiy birlikimiz amalga oshib deganda hech bo'lmasa bir qirollik odam birga kelib hech bo'lmasa bir jamoatniki bir markazi qurilsa bir faoliyatimiz bo'lsa degan umiddamiz albatta. Meniki aslida aytmoqchi bo'lganim balkim bu uyg'unish Angliyadagi 500 uyg'ur to'g'risida emas, dunyoviy texnik keng doirali uyg'ur jamiyati haqida so'zlashgan bo'lsak, texman rahat, texman o'zimniki qoldirimni bilganlarimni, o'ylaganlarimni o'rtoqlashgan bo'lsam demakchi. Gel men bu masalani mishaga kelma. Chunki avval biz Angliyadan boshlab o'tib, undan nimaga kelaylik? Tekrar so'zlashga ketdik. Biz bu safar ulaştığımız etmem ben. Benim fikrim şu. Tamam. Yani çünkü undaq deyişimizde biz ilk dünyanın meselesini cık deyişivatımız şu. Dünyanın meselesini, dünyadaki Uygurlarning meselesini cık deyişivatımız ama şu özümüzün şehrdeki işlerini cık oңuşamayaptımız. Şunun için ben biraz noqulroq kirib qoldim meseleге. Ama bu uyg'onish meselesi to'g'risida men undaq qisqalan bir savol so'ray. Yani dünyadaki Uygurlar madaniy jihatda bo'lsin, ilmiy jihatda bo'lsin, yiziqchilik jihatda har qaysi tarafdan zat uyg'oqmi yoki uyg'oq emasmi? Bunga bir javob bersangiz qisqaroq. Cevap nihayet aniq. Xalqimiz uyg'oq. Xalqimiz qachon Abxonlik Uyg'ur 1930-yildan keyingi uyg'on Uyg'ur deb yozgandan beri xalqimiz uyg'oq. 60-yildan beri xalqimiz uyg'oq. Xalqimiz uyg'oq bo'lg'achqa bu zulmlar har 10 yilda, har 15 yilda bir qator maslahat eshityapti xalqimizning zimmasiga. Bu yer masala ziyonlar qatlam bo'lsin, diniy saat qatlam bo'lsin, jamiyat arboblarimiz bo'lsin, shu uyg'oq xalqimizni qanday boshlash, qanday yetaklash, qanday to'g'ri yo'lni tepik. Masala ma'vu. Bu ya xalqimiz uyg'oq emas, xalqimiz men uni xalqimiz uyg'oq. Ajoyib uyg'oq xalqimiz. 1980-yildan buyon hozir ajoyib uyg'oq. Shunga her 5 yılda, her 10 yılda çok vakalar, çok karşılık hareketleri devamlı üzülmeye ihtiyacı yaşlarında. Nayet uygar. Mesela, kandak doğru yolunu tepek, uzun müddetlik. Halkımızda şu kandak doğru yolga yeterletmemiş. Hoş. Ne karşı? Allah razı olsun. Manandan ben biraz neslerini düşündüm. Meninki programma meselesinde Erkin Eysa efendim eğer meningki suallarım yoki temalar başka yan ketib qolib qolsa uni kechirsizlar va boshqa qarindoshlar meni ogohlantirib qo'ysa bo'ldi. Chunki men bir tarafdan texniklik masala qarayman, bir tarafdan jiq ish va bu ekranimda. Xo'sh, Abdullah efendimni biroz saqlatdim. Ya'ni asl Abdullah efendimdan bixlangan bir masala edi. Shvetsiyadagi Uyg'urlar kech uxlaydi, kunduz uyg'oq dedi. Allah razı olsun. Gollandiyadagi Uyg'urlar kechasi uyg'oq, kunduz uxlab qoladi. Nasıl Abdullah efendim bersem özünki karşı fikrini oturup koysa olur değil mi? Hoş, meyana gapman qaytib keldi. Assalomu alaykum. Aziz İsa efendimninki gapigina teklime Uyg'urlar uyg'oq, ammo uyg'onishda tekshi uyg'onib bo'lmagan. Biz bir mustamlik ostidagi millat bo'lganligimiz uchun xuddi bir dehqon bug'doy terisida bizdagi Xitoycha gap ma'lishib qolgan filmga Ballonba Tangsen yazlık tüzlük buğdayınınki urukları hemisi buğday ailesi ama küzge yazlık buğday degende buğdayla uruk ailesi telip kalan vakitte 5. ay 6. ay boğan vakitte dehqanның beşi qaltıdı. Yazlık buğday pişip ketken bu tipilek kuşqa şey vatkan öyle ki kısık buğday küzge tehi en baş kurup tırıqtaldan dan ele vatkan Kanı asas qilib urman deydigan bir nima dehqonning besil kelganga o'xshash hozirgi musulmonlarcha uyg'onmagan Uyg'ur xalqini umumiy qarg'a vaqtimizda shu siyosatchilarimiz rahbarlarimiz pishqan uyg'onganni boshlaymi asas qilib uraymi desa pishmagandirga pishqanni saqlaymi desa pishqanlari tugilib ketgan ahvolda
Yani Bu, demek ki oğulları Uygurlarning umumiyizlik yerimi Uygur- uyg'ondi, yerimi uyg'onmadi. Yoki yerimi bor, yani ba'zi bir qismlari qoldi demoqchimisizlar, yani bu misoldan shuni bilib olam. Uyg'unishga qarab mengayotgan tuzuk uyg'unib qolmaganlari bor. Unda bo'lgandan keyin bu siyosiy Zeysa efendim şu siyasetçilerge, rehberlerge toplashga deb shuning uchun men bu siyasetçilerde, rehberlerde nima qiyinchiliklar buni yurtishim kerak. Xo'sh. Yani men yine gapga qaytib kelsam, bu siyasetçiler, rehberler baldır uyg'ongan odamlarni asos qilib bir ish olib boramdi yoki uyg'onishga qarab ketayotganlarni yoki uyg'onmaganlarni saqlab turamdi hammalarning tekshi uyg'onishini degan bir masala hozir nimani boshqa qatirayotgan masala. Men bu siyosiy harakatlarga chiqarlashqashqa siyosiy harakatlarning tarixini bak o'qiyman. O'z vaqtida Zeydin Yusuf Barin inqilobini boshlayotgan vaqtda Qashqarda Musa Ablekim Mahsum başçılıkında dini mağarı hareketini edip beriyordu. Şular kelip Zeydin Yusuf efendim Qashqarda qağılıqdaki okuvatkan ballağa şu Barin inqilabınınki nimelerine teşvikatını qılgan vaqtda şu Kerem Karim Abdülkadir Yetcan Akıtla Hasan Mahsum rahmetlikler şu Zeydin Yusuf hareketininki işini becirip çıkıp giderisi yoki becerilmesinden en sebep bu işe aralashmanglar. Bu becerilmeydigan bir hareket bo'lishi mumkin degan nimani berganki, keyin ular bu hareketni qilib bo'lgandan keyin 10 yil o'tgandan keyin bu ikkinchi bir hareketni ko'rdik. Demak, biz millatda bir soha burun uyg'onib qolgan yeni bir sohaninki uyg'onish nimasi uyqusiga qolmayroq uyg'onib qolgan. Shuning uchun uyqu qolmay uyg'ongan odam yoki ko'zi chapoq yoki bo'lmasin kallasi sagak emas. Ya'ni burun uyg'ongan odamninki uyg'onish darajasiga berib bo'lguncha biroz vaqt oladi ekan. Shuning bilan mushu konalda bir gap bor. Tetik bilen namni bir yerge ekep bulmak ters deydigan. Uyg'ongan odam bilan uyg'ongan rahbarlarni bir yerga ekemek, urug'ni tashlamak, jamiyatni nima qilmoq bu bek keng soha ekan bu. Sizningcha bu uyg'onmaganlarni saqlab tursak bo'lamdi yoki uyg'onib bo'lganlar bilan birga ishni ilib mengayversak bo'lamdi? Chunki hozir Barin voqeasidagi bu masala aynı zamandagi olimlar bundaq bir gapni qilibdi masalan. Bu qanchalik to'g'ri uni sizlar o'zlari isbotlab beringlar. Ya'ni Zeydin Yusufning harakatini bizning xalqimizda umumiylik uyg'onib bo'lamidi? Bu ish balkim mag'lub bo'lishi mumkin. Chunki bu ham takrorlandi. Masalan, olimimiz Abdulhamid Damollam yaqinda Xitoyning nimasi bilan vafot bo'lib ketgan kishi. Masalan, Muhammad Salih Qarajimdan burun Abdulhamid Damollam vafot bo'ldi. O kishi uchun g'oyib namoz o'qidik. Masalan, shu kishimi ayni zamonda Til texnik maktabini açtı. Biz birinci qara o'quvchilari Til texnik maktabini Qashqarda ochgan vaqtida ba'zi harakatni talab qilgan yoshlar, mujohidlar u kishining qishig'i berib, biz ham shu maydonda bor. Biz hozir harakat qilsak olmamdi, Xitoy qarshi jihad qilsak olmamdi degan vaqtida Uyg'ur xalqining avval iddiasini uyg'otish lozim. Bu fan bilan, ilm bilan uyg'otish kerak. Shu avval maktablarni ichishimiz kerak. Xalq umuman uyg'onib bo'lgandan keyin harakat qilishimiz kerak deb ayni zamondagi Abdulakim Maqsumajim va yak boshqa olimlar xuddi Zeydin Yusufga qarta deganga o'xshash bu narsa tarixda takrorlandi. Bugunmi takrorlanyapti? Masalan, ziyolilar qo'shini bugun akademisiyalar chet eldagi biz vatanni qo'yib turlar hozir. Vatanga hech qanday kuchimiz yetmaydi. O realdan sirt bir gap. Vatanni hech qanday qilamiz degan gap hozir bengining xiyoli bo'lib qoldi. O'zimizning onasiga telefon ocholmayotgan odam vatanni isloh qilamiz, vatanni ozod qilamiz degan gap biroz tez bo'ldi. Chet eldagi Uyg'urlar ya'ni umumiylik uyg'onib bo'lgandan keyin harakat qilamdiq yoki uyg'onganlar harakat qilaveramdi Zeydin Yusufga o'xshash. Buningda siz buning qanday javob berasiz? Yani umuman uyg'onib bo'lishimiz kerakmi yoki harakatni qilaveramdiq, namoyishni qilaveramdiq yoki ziyolilar qo'shin deganga o'xshash
Avval ilim alaylı, mektepte okuyla, onundan keyin hammaylan keraklik odamga aylangandan keyin umumiy butun dunyoda chashlab o'rnimizdan turayli deb bu fikrni yoqlamdik. Endi bu bir cemiyetshunos akademiklarniki cevap beradigan keng doiralik bir savol. Bunga mening qurbim yetmasligini o'zim his qilaman. Ammo men vatandan ayrilib ketganda 23 yil bo'ldi. Vatanimni siyosatga aralashib 17 yoshimda turmushga kirgandim. Chet eldimi hayotim 23 yildan beri siyoset bilan o'tdi, alhamdulillah. Xitoy Kommunist mustamlikchi Afg'onistonlarga qarshilik bildirish bilan o'tdi. Meningki shu 23 yillik tajribamdan qaragan vaqtda uyqusiga qolmagan odamni burun uyg'otib etsangiz, u uxlagan odam yo bang'oshlikdan uxlagan bo'ldi ekan, yoki bo'lmasin jismoniy jihatdan bak ojizlab ketganlikdan uyquga tushib ketgan bo'ldi ekan. Yoki bo'lmasin tabiiy qonuniyatda bir odam 24 soatdan 8 soat uxlamasa, o jismga bir rahat qoldiradigan bir vaqt bo'ldi ekan, har doim uyg'oq turadigan odam bo'lmaydi ekan jismoniy jihatdan. Ba'zi vaqtda uyqu dori, ba'zi vaqtda uxlab qolish vabal. Qisqartib aytgan vaqtda uyg'onish, chala uyqudagi odamni men burunishda o'yladim, millat uxloqliq uyg'otmasak bo'lmaydi deb. Men 23 yil hayotimda xos uyg'otishlarni ko'ribman, ammo men millatning asosiy qurlishiga, ideyasini aytishga, umumiy jihatdan gullanishga bir asosiy qurilishga, ma'naviy qurilishga asos solgan kishilarni ko'rmoqchiman. Chunki bu bir kas ishkan bu. Millatning umumiy jihatdan gullanishga, yukselishiga mablag' solish bu cho'ng projekt ekan, ham tas projekt ekan, uzoq muddatlik. Buni ko'pincha odamlar tas ko'rib, o'yg'onsak ham bo'ladi deb ishni apadi. Ammo chala uxlab qolgan odamlar uyg'onib qolib, yo'lni topolmay, ba'zisi yiqilib ketib, ba'zisi mangmaydigan yerga mengib salbiy ahvollarni ko'rsatdi. Shuning uchun burun uyg'onib bo'lganlar uyqusi tugamaganlarning uyqusiga sabrsizlik bilan buni analiz qilib, bu nima uchun uxlaydi? Jismoniy jihatdan ojizmi? Bu jismoniy jihatdan uzuqlanish kerakmi yoki bo'lmasa azroq buni uxlashga ehtiyoji bormi yo'qmi deganda bu narsani ilmiy jihatdan ko'zitib, shundan keyin tabiiy uyg'ongan odamlar bilan ish elib berilsa, aql bilan taqbo'shi joyida bu ish oldiga mangadigan bo'lmasa chala uyg'onib qolgan odamlar dardang'ishib yoki chapak yoki bo'lmasin mangadigan yo'lni topolmay yoki o'rib yana uxlashga tushib ketadi ekan. Bu jiq mag'lubiyatni keltirib chiqadi ekan. Meniki qisqartib beradigan javobim millatni uyg'otishdanmi, millatni umumyuzlik kuchlantirish pek muhim ekan. Kuchli millat uyg'ongan vaqtda dunyoni titraydi ekan. Yana hozirgi namoyishlarimiz bekchiq bo'lib ketmasimi? Akademik, ilmiy va shu universitet bir ilmlar bilan o'qitishni, hammaylar ma'rifni yana kuchlantirish kerak degan gap chiqadi buningdan. Ya'ni bu namoyish degan hozir siyosat hamma odam bayroq ko'tarishni siyosat deb tushunib olganlar qoldi. Bu siyosat bayroq ko'tarish bo'yicha bayrog'imiz ro'shan, maydonimiz aniq bo'lishning bir xil namoyon ifodasi. Ammo siyosat degan davlatni olgan vaqtda, davlatni boshqalarga tunutgan vaqtda, e'tirof qilgan vaqtda bu jarayonni, bu siyosatniki bek cho'ng dengiz bu siyosat degan. Ammo hozir xalqning nimasi kim bayroq ko'tarsa o siyosat bilan olishadigan, kim bayroq ko'tarmasa siyosat bilan yiroq bo'ladigan bir xil tushuncha bor millatda. Ammo Tibetlarga qarasak, asl Tibetning ichida nimaninki bayroqni ko'tarish, Tibetliklarning bayroqni ko'tarish normal bir ahvol, bu yo'g'on bir siyosat emas. Biz xalqimizga shunday o'rgatishimiz kerak, bayroq ko'tarishning o'zi siyosat emas, siyosatdan boshlanishi bir namoyandasi. Buni bilib bilish kerak. Allah razı olsun. Sizinki gapni men asos tushundim. Abdusamat efendimga men uduldan bersem so'zni.
Aslında biz timimiz başqacharoqdi, ammo biz biroz hammaylanda biroz nim bor hozir, biroz stressim bor, Bir nimim bor. Shu o'zlariga berdim so'zni. Davom qilsin. olur. Rahmat. Ovozim kelyaptimi ya? Ovoz yaxshi, bu shaklda gapirasiz. Bence bu temadan biraz uzaklaşıp ketyapmiz. Bu yerda uyg'unish degan gapni mening tushunganimda ya hozirgi mushu ko'z oldimizdagi vaziyatda tushungan vaqtimizda ya'ni insonlarimizniki, ya'ni Uyg'urlarningki jur'atining zulmga qarshi jur'atining jasoratiningki uyg'unishi yoki shuni ifodalashga bo'lgan uyg'unishi deb shundoq tushunman va shundoq tushunsak to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Endi buni uyg'unish degan vaqtida bundan 100 yil burun Abduqodir Domollam yaşagan davrda Qashqarda Abduxoliq Uyg'ur degan she'rni yozgan vaqtida Uyg'urlar uyg'onmagan, nodoncha uxlayotgan desak to'g'ri bo'ladi. Shu chog'da ham 100 yil o'tgan bugungi kunda yana Uyg'urlar uyg'ondimi, uyg'onmadimi yoki bo'lmasa uxlayotganda buni qanday uyg'otamiz desak, bu tozaliqi joyiga tushmaydi. Endi yana uyg'onmasa, buni yana men o'g'itaman desak, o'g'il qo'g'itib gap bo'lmaydi degan. Hozir bu vaziyat. Ham cho'qa buni biz bu namoyish haqida yoki bo'lmasa shu Uyg'urlarningki qo'rqmay bir namoyishga chiqadigan, qo'rqmay bir Xitoyningki jasoratningki deb bilsak bir qadar uyg'un bo'ladi deb qarayman. Uyg'un bo'ladi deb qarayman. Endi chet elga chiqqan boy deb o'tdi. Uyg'urlarning ichida bizningki büyük yozuvchimiz Abdurahim O'tkirning Uyg'ongan zimin degan romani bor. Ashning o'zida shu gap chiqib turdi, Uyg'urlar shu chog'da uyg'onganligi uchun 33-yili Qashqar Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan. Uyg'onganligi uchun shular bo'lib, G'oljida Sharq Turkiston Jumhuriyati qurilgan. Uyg'onganligi uchun har 10 yilda bir cho'ng shundoq inqilobli voqealar bo'lib keldi. Endi gap ma chet ellik Uyg'urlar haqida bo'layotgan vaqtida bularni uyg'ongan biladi. Ammo qo'rqinish bor o'zida. Qo'rqidi, o'tirib chiqolmaydi yoki bo'lmasa jur'at qilolmaydi. Bu yerda bo'lgan ish qo'rqinchni yangi Uyg'urlar. Qo'rqinchni yangi aqldagi biroz sukutni buzdi. Endi bunun nima uchun shunday bo'ldi degan vaqtida bu har narsaninki bir cheki bo'ladi, cheki bir ish ketgan vaqtida u teshib ketadi. Har qanday ojiz, har qanday bir bechora inson yoki bir jonliqmi uni haddidan oshirib zulm qilsa yoki uni chopaman, o'tirman desa, uni bir midrayib bir harakat qiladi. Ikkilan oldingi qarindoshlar o'shiqqa nima qilmasanglar, harakat qilmasanglar, mana bu eng kichik ovozmi shu programmaga kirib olib boradi hozir. Shuni bir taqdir bilan aytishmagan bo'lsanglar. Xo'sh, davom qilsanglar. Şunlaşkı bu uyg'unishni biz belki cho'ng doirada butun Uyg'urlarning uyg'unishi yoki qanday uyg'otamiz degan ma'noda emas, shu qatim ish qata tushunsak bo'ladi. Yana birisi Uyg'urlarni hammasini uyg'otib yoki yuqori saviyada o'qitib, andan keyin bu ishlarni eppasak, davom eppasak, andan keyin ishlarimiz yaxshi bo'ladi deganga men sal boshqa qarayman, chunki albatta shunday qilsak bo'ladi. Butun Uyg'urni bo'lsa siyosat, diplomatiya, her türlü kesler olsak, şundan işlerimiz şundan yapmaz. Ama bu kadıklar yok. Biz küçük olsak, aşına okutup, hemen yetiştirip, anadaki biz dava kılıp işin çoğunu yaparımızda biz tüpüge bulunduğun bir vaziyet gibi kaldı. Çünkü bu dava başlangıç vaktini tartıp, aşı okutup partizanlık şekilde casalıkta bedel töleş bilen her kim qanchalik qila olsa shu o'zi bilgan yo'l bilan oshna qilib bugun keldi. Ham yana shundoq davom qilib, bundan keyin tarbiyalangan o'qiganlik ruxsat qo'shiladi. Shuning bilan bek kuchaymoqda. Albatta buningga qo'shib tarbiyalashga maxsus faoliyat bo'yicha buni Tibetlar qilgandagidek har sohalar bo'yicha kerakli odamlar diplomatiya bo'yicha, siyosat bo'yicha tarbiyalab buni yetishtirish albatta muhim, keyingi avlodlarni istiqbolini yetishtirish.
Ammo biz uni shundoq yetishtirib bo'lib, anontin qilmasak, uning o'zgarmaydi. Yana birisi ba'zi boya Ezaysa efendim aytdi, bizniki tashkillanish yoki yetakchilik qilish masala bor, bir tarafga yo'nalish to'g'ri bir yo'nalishga boshlab bo'lolmagan ahvollar bor, ammo xalqimiz uyg'oq dedi. Endi bunga men qisman qo'shilmayman, chunki boy degandekidek odamlarimizda bizda bir Xitoyningki yozuvchisi Lushinningki bir gapi bor, shu gapiga to'g'ri kelib qoldi hozir hamda. Juristlar talant deysa, talant bo'lish uchun shunga talant o'sadigan bir tuproq bo'lib bersan deydi. Tuproq bo'lish kerak deydi. Bizning masalan shu siyosat ashundaq siyosatchilarimiz, yetakchilarimiz, yo'lboshchilarimiz shundoq yetaklab, mengib, ashundaq qilish uchun shunga yarasha biz xalq bir tuproq bo'lishimiz kerak o'sadigan. Xalqda bir undaq tuproq biz u tuproq bo'lib bermay, u xalq o yetakchilardan biz ishni qilolmaydi, biz yetakchilarimiz deb olqinsak, bu adolatsizlik bo'ladi. Şunlaşma xalq millat o'zimizni qo'lida qilish kerak. Uningga bizning yetakchilarimizni, tashkilotlarimizga qo'ldan kelibcha qo'llash kerak. Boy deb o'tdik. Vatan uchun xizmat qilishning, millat uchun xizmat qilishning bir turli yo'li bor. Qilay desa, niyatda ko'ngilda bo'lsa, uni har turli shakl bilan oshkorimi qilib bo'ladi, oshkor yushirma qilib bo'ladi. Shunday. Qilamiz degan niyat bo'lsa, iroda bo'lsa, bu topib bo'ladi. Darvaqa memnun namoyishni qilishning o'zida bu butun millatning uyg'onig'ini yoki butun ishning hammasi shu deb memnun tushunmay, bu faqat shuning bir turi. Buni 100 turli yo'li bor desak, shuning bir yo'li biz mishal qila olamiz. Allah razı olsun. Aziz İsa efendimga hemen sözünü versem, Xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyati buningki reisi bo'lish sifatlari bilan masalan ziyolilar majlisida sizning İcraiye Komitetining raisi. Bununla nispeten hem de asasen fikirlerimiz aydınlaşıvatıdı. Allah'ın rahmeti bilen emmeylen nait müstakil özgüçe fikirlerini oturup koyatıdı. Ama vaktimizin bir kısmı asas kendine ayaklaşıp kılatıdı. Şu kıska bir kanç sual var. Kıska cevap versenler. Ben sözün Aziz İsa efendim gibi versem sözün ahırında da unutmayalım. Buludu men bu sualning o'ziga naq javob berishdan ilgari ikki qizlanma u Abdullah bilan Abdusabatniki bayonlarga fikrimni berib o'tay. Abdullah indiki biz kuchlanishimiz kerak, muayyan Uyg'urlar deganiga men 100% qo'shilaman. Bizdagi biz qachon kuchlansak, qachon o'zimizni bolalarni yaxshirib bersak, qachon Yevropa Shvetsiyada yashaylik, Germaniya yashaylik, qachon shu davlatdagi qonunni, shu davlatning tili, shu davlatdagi olsa bu bizdeki uyg'ur toplumlarındaki yana 10 neçədən keyinki küzülüşü və davayımızı haqqımızın tələb bu sahələr naitli ve əmli güçünü hazırlayan bulunuz, bunda tupraq hazırlayan bulunuz. Abdülhamid Efendimiz buna dedim, elbette bizim güçümüz birlikte buludu. Bizim güçümüz birlikte buludu. Ama stratejiye, doğru yönlüşünü, xalqaro qonun nima, bizning o'rnimiz nerede? Bu münasebetlerini yaxshi tutunib, yaxshi bu şamalga, birlik kelenmesek, birimiz tağdan olsa, birimiz İslam için kiriş kılsa, birimiz millet için kiriş kılsa, birimiz mutlaqulluq için kiriş kılsa, birimiz akımiyet için kiriş kılsa, bu iş ziyan halkına kepop geliyor. Benim karşım bu adıkça, kim fırsat olsa, yani özümüzdeki kalemli şekilde doğru, Xalqaro Qalamkashlar Uyg'ur markazi London başta Londondaki biz neçe teşkilatlarının birisi müstakil xalqaro teşkilat Uyg'urga kirgan teşkilatlarni başlagan. Şu bolalarning ovozini biroz to'xtatib o'tgan bo'lsak, birodarlar. Abdullah qarindishim bolalarning ovozi kirib oldi, bolalarning ovozini biroz nurqilib o'tsak. Xalqaro Qalamkashlar teşkilatının baş prinsipi o'xshash. Şu xalqaro inson huquqlari ehtimolga o'xshash taraflari bor. Masalan, biz fikr erkinligi, erkin fikr qilish, erkin yetish. Bu bizning bosh prinsip. Har qanday qalam bilan ilmiy usulda yetishimiz kerak, ifodalashimiz kerak. Albatta bunga qarshi, insoniyatga qarshi, erkinlikka qarshi har qanday bir shu irqiy, ijtimoiy, siyosiy
zulmga qarshi qalam tavqilish kerak. Bundan birga bizniki albatta turmadagi huquqni qo'g'dash. Masalan, nurg'un yozuvchilarimiz, nurg'un adiblarimiz turmada, nurg'un ziyolilar bularni qo'g'dash, bularni xalqaro jamiyatlarning ko'vriklik rol o'ynab xalqaro saytga chiqish bizniki nurg'un bizniki tarkibida. Albatta shu fursatda men yana shu qalamkashlar to'g'risida yana bir gapni qilsam, biz yaxshimiz yezyapti, she'rlarni yezyapti, asarlarni yezyapti bo'lsa, bizni Uyg'urlar bilan bizning shunday yaxshi asarlarimiz bor. Endi bu ko'p emas. Va shu xalqaro tillarga, fransuzcha, germancha, dunyo adabiyot, dunyo sahnasiga chiqsa, chunki bir asarimiz bosh tilda nashr qilinsa, bosh tilda tarqatilsa, bu bir shu Uyg'ur millatiniki ahvolini, Uyg'ur millatining siyosiy holatini, madaniyatini, jamiyat tarkibi san'atniki qo'li nihoyat muhim. Biz Uyg'ur narsa bir narsani men shu yerda esimga davolay. Xalqimizning beshida nihoyat ko'p tarixiy tragediyalar boshlangan. Chingiz Xon armiyasi bir 11-chi asrning keyin necha million xalqimiz qon bo'lib o'lib ketgan, bayram qilgan nishonlar. Ammo bir narsa saqlab qolgan Uyg'ur qon bo'yinkanda Uyg'urning madaniyati unutib qolmaydi qarindoshlar. Madaniyatimiz sal qaramayli, Uyg'ur qilib bizning madaniyatimiz, bizning tilimiz, san'atimiz, urf-odatlarimiz. Bu agar biz madaniyatni sal qarasak, masalan, Yevropadagi yoki majaz Uyg'urlar to'g'risida yaqin so'zlashyapmiz hozir. Bizning ingliz madaniyati, fransuzlarning, turklarning bizning bolalarimiz o'zimiz yaxshi namoyon qilib beramiz, bolalarimiz o'zimizning madaniyatni, o'zimizniki an'anasini bolalarimiz boshqa madaniyatlarga tabiiyla maktab borganligidan sinib ketadi. İg'olamaymiz bolalarımızga. Şuna shu meniki birini tatib qo'ygan paytning bir shu bizniki madaniyat san'at va shu adabiyotimiz, tariximiz ham narsaga chiqishimiz kerak. Bu sohada nihoyat ko'p xizmatlarni ishlamasak, yana bir qancha nihoyat ko'p yalan tortamiz. Bu farzandlarimiz Allah razı olsun. Aslında bu şekildeki ilmi sohbetlerini qilimiz deb o'ylayman. Allah xolis kelgusi programmalarımızda bugün herhalde biraz ilmiylikten chiqdim men, chunki temani boshqa yerga ketdim. Nima uchun desak, men yanalam o'zimning fikrda qolaman. Bizdagi eng muhim narsa uyqu va uyg'onish. Eng muhim narsa men shuna deb qarayman, chunki bizda zot burundan shoir yo'qmidi? Bizda shoir bor. Yazgıç yok mu ba? Ziyaliler koşunu yok mu bizde ba? Mollalar koşunu yok mu? Alimler koşunu ba? Siyasiler koşunu yok mu ba? Ama bizde umumyüzlük bir uyg'onish hareketi, şahsen mening shaxsiy fikrim, shu yaqinqi vatanda uyg'ongan bo'lsakmi, chet elda ko'zga ko'rinarlik. Nima uchun men birozdan oldida İstanbul'daki 8000 kishilik namoyishga alohida rahmat aytib, bu tarixiy xarakterlik deb til oldim desa, chet elda endi ko'ringan narsa shuda endi masalan. Ziyolilar o'ziga loyiq xizmatni qilyotdi, qalamkashlar she'r yozyapti, kitob yozyapti, 250 parcha uyg'urcha kitobimiz bor. Ammo xalqimizga bir ish qilib beraldikmi? Yo'q. Yani cho'ng bir o'zgarish yasab beramadik chet eldagi muhojirlar. Masalan, o'tgan qatimliq programmada bizning bir doktorimiz dedi 500'dan nima? Uyg'ur akademiyasining raisi dedi 500'dan ortiq doktor var dedi. 500'dan ortiq doktorimiz varken qani bu doktorlar maydonda bormi yo'q? Balkim 500'ga yaqin mollamız var. Mollamızning qanchasi maydonda masalan deyli. Belki 500'e yakın siyasimiz var. 500'e yakın doktor olganken onun etrafındaki varyant güçler buludu bir yerde. Bu siyasiler qini ve Abdurrahman Esendek şahsi meydana çıkan kahramanlar veya ki aktivistler 5000'e yakın adam var ama qini bular.
Nima uchun bir Abdurahmon Hasan chiqdi? Chet elda 10 yildan beri chiqyapti. Chiqdi. Ammo bek az. Uning uchun men bu millatni avval chunki baya bizda to'shaq she'ri bor qarindoshlar. Aziz efendim, bizda to'shaq she'ri bor. Bizda to'shaq kitob bor. Bizda to'shaq ismli doktorlar bor. Ammo nima uchun bizda o'zgarish yasalmaydi? Ben Michel bir gapni qisdiray. Özür aytaman avval. Albatta, u o'zimizga. Ammo xalqaro sahnada boshqa tillar bizning neyimiz bor? Dunyo bizni qancha biladi, qancha biz dunyo o'zimizniki o'zimizniki kitoblarni, o'zimizning asarlarni o'zimizda namoyon qila oldik. Qancha bizning yumshoq kuchimiz xalqada bor. Masalan, bu. Ya'ni men so'zni uzun qilmay, demak, cho'g'nim shu Uyg'urlarning uyg'onishi va uyqusi masalasida Alloh xolisa buni butun qarindoshlarning qaytadan qo'lga olishini, qaytadan o'ylanishini umid qilma. Abdurahmon Hasan qarindoshim sizga so'z beraman. Undan keyin qarindoshlardan qisqa so'zni elib programmani bu qatim shunday oyoqlashtirib tursak deyman. Abdurahmon Hasan sizda so'z. Bo'ldi, men bu gapga keyin kelarman deganda tema bo'lgan sal qistab qoldi. Birinchisi namoyish, ikkinchisi zulm hozir. Bunda namoyishdagi maqsad nimani yo'ritib turdi dunyoga? Uyg'urlarga qanday vaziyat yo'ritib turdi? Buni o'ylash kerak. Chunki bizning rahbarimiz Do'qlay Sarpandam Robiya xonimizga qarasak, shu namoyishda bor. Men har qanday ketman chapqan bo'lsin, men bizga yozgan nima chiqqan bo'lsin, cho'qim bu namoyishdagi bu ko'rinish dunyoga bu hujjatli saqlanadi deb o'ylayman. Chunki bu namoyish qilganlik mening davlatim bor, vatanim bor, qarindoshlarim bor, jutim bor degan bir simvollik, bir davlatning simvoli bayroq. Demak, yo'q narsa so'rayotgan bir bunaqa bakra kamarchi bu keng bir videoda to'xtalma. Demak, buningga har qanday bir xizmat qilayotgan odam bizga 2 soat bir xizmat kim bu? Bu yerda bo'lishi intayin zarur deb qarayman. Men chiqib bilmasammi, o'zimning hissiyotim sizda. Endi zulm masalasida misol ilgirki misol payg'ambarlar deydi, bizda jimi payg'ambarga iymon keltirgan, Yusuf alayhissalom bo'lsin, Iso alayhissalom, Musa alayhissalom. Bular o'zining bir haqdorlik bir kurash davosida tunji qilgan biz nima deganda, bular dil degan bizning namoyishimiz, degan zulmni anglitishimiz, dil buning shu ilohiy sunnat tartibiga to'g'ri keldi deb qarayman. Chunki har bir davrda misol shu firavnni yiqitishdimi, avval shu zolimninki zulmini xalqqa to'q namoyon qilib bergan ular. Keyin anikin misol firavnga yuzilayotgan bir davlatning bir xalq yo'linishi Musa alayhissalom bo'ldi. Demak, g'alaba qildi payg'ambar. Demak, bu ikki temada men o'ylagan mana shu Abdurahmon Hasanning o'zi chiqsa, bizdagi bizning vatandagi lager programma qatnashadiganmilar. Balkim Anlayamadım. Xo'sh, davom qilaverasizlar. Men programmaga telefon qilib keldim. Demak, men o'xshash yani başında bir qarindoshlardan yani bir 99 memleket biz olsak, çoğum Uyg'urlarga lager taqildi. Endi bu zulmni anlatish, bu bayroq bu ikki masala, bu qo'saq tomoq yegandek bilan shu butun mujohid qarindoshlarimiz buni salqaz bo'lmay xizmat qilib qarayman. Chunki men tijorat qilay, o'qiy, mesela bu ya yılda 2 qatim bo'ldi, 3 qatim bo'ldi ekan, cho'qim buni alohida bir vaqt chiqarib, qiysoq bir Uyg'urlarga bir xalqaro bir vaziyat. Xitoyga ko'rsatadi misol dunyo davlatlar, bu nimadan bu? Misol Turkiya o'tamiz yo'ldan. Mesela bu Xitoy ko'zni ko'chib ketish mumkin. Misol oyda yo'l 3 soat 4 soat to'silib, optizlar mang'anmay turib ketganki bu nima? Demak bir besim shakllandi. Biz shunga ojiz bo'lsak, biz haqda olgandan keyin bizning haqdorligimiz bir aql uyg'on, insoniylik uyg'on, har qanday bir davlat tuzilmasiga uyg'un bir aqlli talab. Bu xil ahvolda pastlikni emas, cho'qim bu mazmunni yo'rtib o'tish kerak. Zulmdagi hikmat qanday ko'rinishgandan yuz berdi. Misol namoyishdagi bayroq bu namoyishga nima degan bo'ldi degan temada bir alohida bir yorug'likni men da'vogar bo'lganligim uchun hozir chiqib qilib yomon ta'sirlagan gapni patlatib deb qoldim. Hozir demaskim kerakda. Kim bir videoda men buni ayrim bir yoritib
Emmeylen Oturup koymaktanım var. erkin fikir kıldığın bir orun buçu. Biz ilk ittifaklaşımız, emmeylen ittifaklaşımız deyimiz. İttifaklaşış degan gap şu her adam mustaqil fikrini qiladi va fikrimizni hurmat qilish bu ittifoqlashganlik bo'ladi. Herkesmi mening fikrimga sen kelsa, sening fikringga men kelaman deb unda ish yo'q. Alloh taolo insonni işte rengarang yaratgan va rengarang fikrlarni yaratgan. Shuning uchun hammalar o'z fikrimizni qolamiz va o'z fikrimizni kuchlantirib, bundan keyin taraqqiy qilamiz. Xo'sh, oxirgi so'zinglarni olaman. Vaqtimiz nihoyatda keyniga keldi. Absamet Efendim'nin sözüne boğandan keyin Aziz İsa Efendim'nin sözünü alaman. Abdullah Köker Efendim'ninki uğurlanışı bizning to'rimizdan yo'qolib ketib qoldi. Men uğurlashga terishdim, abaytimdan beri men uğurlayolmadim. Oxirgi so'zlarni olsam bu to'g'risida Samet abla. Bunu da ma'qul. Biz bugungi suhbatni mana shu uyg'unish degan temada boshlagan, mana shuni bilan oxirlashtirayman so'zimni. Ben bunun da şu uyg'unish degan şu sözünü biraz keng ma'noda tushunib nom qilishni va shundoq ishlatishni tashabbus qilaman. Endi bu qatimqi namoyishninki nihoyatda avjiga chiqishi, Uyg'urlarning namoyishga butun davlatlar ko'plab chiqishi bu Uyg'urlarninki shu g'ururining anadagi jasoratning yana bir qatim uyg'onishi deb tushunsak bo'ladi. Hem ondan başka bayağı ziyallar hakkında, bizim doktorlarımız hakkında eğitim ettiler. Ulam oygandı. Kürvatımız ulam oygandı. Bizim nurgun ziyallarımız, doktorlarımız hazır. Her kıl yollarında kolunun kege yolunu ulama hizmetini kıvatıdı. Bunu biz her kıl yollardan biliyoruz. Ulam oygandı. Bunun da iken teknik oygunlu hep karayınız. Ondan başka bu işte bundan keyin şu vatan şu chetda yashayotgan har qanday Uyg'ur. Her bir Uyg'ur ailesi, her bir ota-ona, her bir Uyg'ur yani o'zida uning ifodasini topqiza oladi. Masalan, ota-onalar o'zining farzandlariga Uyg'urlikni, tilimizni, dinimizni o'rgatsa, bu shuni muhim bir vazifa deb bilsa, shuning o'zidan bir uyg'unish, bu xizmat bo'ladi. Bu xizmat bo'ladi. Tashkilotlarimizni qo'llasa, masalan, hamma odamlarningki o'tirg'i chiqib siyosat qilishi u reallik emas, ham unda bu bo'lmaydi. Ammo har turli yo'llar bilan bir xizmat qilsa, buning o'zi ham uyg'unish bo'ladi. Chunki hozir vatandagi vaziyat shu qadar darajaga yetib, bu Uyg'urlar shuni ko'rdikki, bu qadam uyg'unishni biz deyishni unutib qoldik. Shunchalik zulm bo'lyapsa, o'sha 2018-yilda dunyo to'rlashgan, dunyo bir kichiklab shu uchur davrida bir kentga aylanib qolayotgan, shundoq bir sharoitning o'zida shu qadar zulm bo'lyapsa, buni biz so'zlab o'zimizning mishadagi boshqa millatlarga desak, ishonmayotdi. Ash xabarlarni akilib ko'rsatsak, ingliz chiqqan, anandikin hayron qilib, shundoq ish bo'ladi bugungi kunda deb hayron qoldi. Ham ashundoq bo'layotgan sharoitda dunyo sukut qilyotdi. Buni islom dunyosi sukut qilyotdi, butkul g'arb dunyosi sukut qilyotdi. Bunu kösübü kömesi tüküt kılatıdı. Şunundan keyin bildikki, demek özümüz bir Allah ve özümüzün başka bizning qutqazuvchimiz, bizningki yordamchimiz yo'q ekan. Har kim qo'lidan kelgan bir narsani qilishimiz kerak ekan. Men bir narsa medirishim kerak ekan degan o'yga kelgan ekan, ma ish, ma sili degan bizda aytgan ma uyg'onish, ma qo'zg'alish borlik yo'qdi. Endi bundan keyin shundoq davom qilish kerak. Bundan bu texnik tushunish kerak deb o'ylayman. Undan boshqa yana muhim bir narsa, men oxiri shuni eslatib o'taman qarindoshlarimga, vatandoshlarga. Biz shu qatimqi shu zulmning kuchayishi va bu tufayli kelib chiqqan shu namoyish qizg'inligi va vatan millatga bo'lgan bo'layotgan shu zulm bo'lgan echinish butun millatni yana bir birlashtirish ga beryapti. Buning o'zimi bir uyg'unish. Fikir ixtiloflari bor albatta ichimizda, har turli tashkilotlar bor. Ammo butun zulm shu qadar bo'layotgan sharoitning o'zida biz hamma narsani ichki ixtilofimizni, ichki talashlarni bir yoqqa qarab qo'yib, butun diqqat e'tiborimizni vatanni bo'layotgan shu zulmga qanday qilib ben bir shaxs, ben bir tashkilot, biz butun Uyg'ur bir narsa qila olamiz degan bir narsaga o'ylanayotdi va shu yerga kelyapmiz va shunda bo'lish kerak. Buning o'zi bir uyg'unish bo'ladi. Shu o'zi bir uyg'unish. Shunga uyg'unish deganni biz butun keng doirada tushunib va ashuncha
Allah razı Davam olsun. buncha bo'lishini men istayman va shundoq umid qilaman. Rahmat. Allah razı olsun. Aslında deydigan yurkimizde keplerimiz intayın köp ama vakit münasebeti bizim şundak kısta otudu. Sözünü Erkin Eysa efendim ahırki sözünü alayım. Aziz Eysa efendim. Ben mi çarşaptım mı gepte yazıvatım mı? Rahmat kerak yo'q bo'lib turdi. Endi Samat efendim nayt yaxshi atrofliq bayon qildi uyg'onishniki. Endi dars haqiqatan keng. Bu yerda masala ben yana o'zbekcha aytay, uyg'onish tamam. Zulm ig'irlashdi. Zulm chekdan oshgandan keyin xalqimizda her bir ailega, her bir uyg'urga bu zulmniki tam tetagandan keyin bu zo'ravonlik, bu bosqish her bir uyg'urga yetgandan keyin qaydan bir uyg'onish bo'lyotdi. Ammo mening aytadigan bu uyg'onish biz qanday qilib mush uyg'onishni natijaga erisha olamiz? Buni o'ylashimiz kerak. Masalan, bu qatim uyg'ondik, bu zulm bizga yetdi. Bu zulm bir ming bordi. Tak 1949 yıldan hazır damlışıp kelayotgan zulm bu. To'xtab qolgani yo'q. Masalan, 70-yillarda madaniyatlar vaqtida, 50-yillarda nəhayət ağır dərəcədə yetgan. Shunga bir takrorlanishi. Bu yer bir narsa hamma Uyg'ur ayon. Mustaqil bir vatan, mustaqil Uyg'urning huquqi, eglik huquq. Bu narsa Uyg'ur erishmay turib, o'zining huquqini, o'zining hech qanday qo'lday olmaydi. Bunu biz çoxun Avropaning sharoitida o'zimizni kuchlantirish, har qaysi davlat tashkilotlarga zich uyushish, o'zimizning ittifoqligini saqlash, bolalarni yaxshi tarbiyalash va dunyodagi o'zimiz yashayotgan davlatning siyosatlari qonun asosida dunyo masalada etishimiz kerak. Muhimi yana muhojir Uyg'urlar albatta vatanning masalasi o kadar bir oddiy bir masala, bir xalqaro bir masala. Yani kelib 20 milyon xalqimizga bevosita bağlışlı masala. Yani xalqimiz asıl rolini biz faqat chetdan Uyg'urlar faqat biz bir balkim takrak kuchsak balkim elchi bo'la olamiz. Elchi bo'la olmaymiz ba'zi vaqtlarda. Shunga bu yer bir narsa bizning o'zimizningki Uyg'urlikni saqlab qolish bilan birga o'zimizning amniy kuchini, tilimizni, madaniyatimizni, hamma narsamizni saqlab qolgan asosda varislik qilish va o'zimizning mavjudligini davomlashtirish. Bu asosda xalqimiz qanchalik yaxshi ishlarni qilib bera olamiz. Qancha xalqimizning ovozini anglata olamiz. Uyg'onishniki, mush namoyishlarimizni, mush tadqiqotlarimizning natijasi qanday bo'ldi va qanday natijalarga erisha olamiz va yarata olamiz. Mushaq ko'proq o'ylasak va uyg'onishning natijalari to'g'risida ko'proq bosh qatilsak demoqchi. Bo'ladi. Albatta Allah razı olsun. Sizlar degan masalaning negizi. Ama vaktimiz bugün kısa olup kaldı. Bunundan keyin bu uyg'onishni ko'rayapmiz. Bunundan keyin buni qanday davomlashtiramiz, qanday taraqqiy qildiramiz, qanday yo'llarni tepib chiqamiz, qanday g'alabaga erishishga qarab mangamiz. Bu to'g'risida programma qilamiz sizlar bilan bir taxim ilmiy shaklda. Bugün biraz zag'irlanchiroq paranglashdik. Balkim nurg'un qarindoshlar inkoslarni o'zining fikrlarini o'tirib qo'ydi. Her qanday qarindishimiz bizmi faqat qo'sqimizdikini so'zlaymiz bu yerda tug'anlarning hammasi. Qanday qarindishimizning chiqish yo'li, projesi, plani, cho'ng maxfiy retseptlari bo'lsa, mana Hüseyin Tecelli qarindishinglarningki yoki mush xalqimiz umuman o'rtaq qurgan qarindoshlik studiyosininki kamerasi o'choq. Mana kamerani qanday yerda yo'lda desanglar yo'lda, uyda desanglar uyda sizlarga taqayman inshaalloh. Uyda turib chiqa olasizlar, bizga qanday yo'l ko'rsatsanglar bo'ladi, to'g'rini so'zlasanglar bo'ladi. Meydan mana inshaalloh bugungacha nurg'un qarindoshlar ikkiran aqisda ismsiz, nimasiz bir-birini tillaydigan avvallar bo'lib kelyotdi. Shunga men ikkiranға telefon nomerimizni yozib qo'ydik, ammo birmi Uyg'ur bugungacha o'tganda bir ikki qarindishimiz yuraklik oldi telefon qildi, studiyamizga naq maydondan telefon qildi. Minglarcha inson Facebookdan uning buningdan yozyapti ismsiz, ammo hozir telefon nomerini ekranga yozib qo'ydik, hech qaysi telefon qilmadi. Ya'ni ochiq maydon mana shu qanday gapinglar bo'lsa, qanday retseptinglar, danish aqlinglar bo'lsa, biz har zaman mikrofonni sizlarga beramiz. Her zaman to'g'ri bir yo'lni ko'rsatsanglar keyin oldin mangamiz. Biz faqat
özümüz bilgen narsani so'zlaymiz inshaalloh bu yerda. Oxirida Abdurahmon Hasanning qarindishimizning so'zini elib men bu qitimliq programmani taqayman. Kelar qitimda inshaalloh qarindoshlik bir va'da bersak, Aziz Aysa efendim, Samet abla efendim ve bosh qarindoshlar bilen tag'im ilmiy bir şekilde buningki javobini tepib chiqishga tirishimiz. Abdurahmon Hasan oxirgi so'zlarini qilsin. Menimcha navbatdagi endi xalqninki misol İstanbul'daki olsun başka ellerdeki qarindoshlarimiz umumyüzlik bir agishchanlik eng yuqori chiqqan bir davr o'xshaydi hozir. Bundan tashkilotlar bir xalqqa qo'limizdan keladigan biz ma shakldagi ishni qila olamiz. Navbatdagi qiladigan xizmatimiz deb bilan birga yetaklab mengishga tuzilma prinsip degandek bir davlat qarshini o'tirib qo'yish zarur deb o'ylayman. Bugün bu mesele çoğunluğa oylaşıda bizge mesela şu eskartma edip kettim. Muşakta bir çoğunluğa izlengen bas. Allah razı olsun, emmandın Allah razı olsun. İnşallah keler qitim diyeni bunu. Çünkü bizim vaktimiz bir devlette birer 2000 tədqiqatçı oturup yıllarca paranlaşılan meseleni biz bir yer deyişiyotimiz. Şunun birer saat, birer 20 saatte biz bunun cevabını tapamayız. Fakat keyinki programmalarımızda bunun cevabını tepişik terişimiz. Allah'ide bir söz anla bu kalsa alay bulmasa programımız inşallah yapılacak. Bundakta Allah emmalda razı olsun. Bugün biraz Evet. Sizden hem razı olsun. ciddi bir parang boldu. Belki gündüz emmeyle işlep çarçap diyendek ama bundan kim bunda parangla buluş gerek. Keynimizden gıybet kılmaymanım şunda. Gazı töt eylendin, töt xil fikir çıktı. Allah'ın rahmeti bilen na çıraylık külüp durup fikirimizde kaldık. Manım şu ittifaklık. Manım şu ittifaklık. Herkesme hemme teşkilatlı bir teşkilat ulaş gerek. Hemme adamның fikri bir bolaş gerek degene şu Xitayninki Komünistik Partiyasının iddiasi bu. Bu fikir degen her xil oludu. Sahabiler ayrım fikirde bolgan, mezhepler ayrım mezheplerde bolgan. Mesela Ehl-i Sünni vel Cemayi akidesidekiler 4 mezhepki bölüneylik, 4 xil fikirde fikir kılımız. Her xil alimler bolgan, selefler fikri var, halefler fikri var. İslam dininde mi nurgun fikirler var. Şuna bizdeki fikirlerimizin her xil boluşu bu bizim güzellikimiz. Fakatla hatalıkımız qayerda dese, mening fikrim bilen senin fikrin o'xshash bo'lish kerak degan bu xatolikni o'tkazmay, sening fikringmi to'g'ri, sen fikringni kuchlantirgin, mening fikrimmi to'g'ri, men fikrimni taraqqiy qildirma. Hammaylar barcha qushlar bas-basdir, ya'ni shu ko'ngizning gapini misol qilishga to'g'ri keldi. Barcha gullar po'raklab ichilish, barcha qushlar bas-bas sayrashda bizga Xitoyning maktabida tarixda buni o'rgatdi Xitoylar. Ya'ni bisimiz bulbul, bisimiz qağa, bisimiz to'g'ay, bisimiz shatut. Yani hammaylar shu o'zimizninki fikr nimasida sayraydigan gap, ammo ani fikrimizde ortak şekilde yani imanımız bir, milli jihatda vatanimiz Sharq Turkiston, düşmanimiz Xitoy degandek yani siyasi fikir birliklerimiz elbette bunun da Uyg'urlarninki bir fikir ko'z qarshi ayrimligiga men ishonmayman. Mesela bir Uyg'ur mening düşmanım Xitoy emas demaydi. Bir Uyg'ur mening vatanim Sharq Turkiston emas demaydi. Bunun da hammaylar fikrimiz ortak. Ama furuat meselelerde, qo'shimcha meselelerde hammaylarning mustaqil fikrlarini o'tirib qo'yishimiz ve o'zimizninki kasbidagi münasebetlik fikirlerde ching turishimiz o nayt tabiiy avval ve intayin güzel bir avval. Allah'ın razı olsun. Yeni bir qitimliq programmada ko'rishlar. Allah'a emanet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. En ahırda Abdullah Köker qarindishim men ayrim yozibdi. Bir mesele tüpeyledim, ben tordan kitib qoldim. Ammalardan kechirim so'rayman. Bütün ko'rurmanlar meni apu qilaversin inshaalloh kelar qitimliq programmada davom qilishga tirishaman debdi. Abdullah Köker qarindishimizdan Allah razı olsun. Texnik sebebi tüpeyledim kitib qoldi. Amma Allah'a emanet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'a emanet.